ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد Aziz, muhterem kırındaşlar, bugün bizningki kelajagimizni o'ylash uchun, xalqimizning bitmas tugamas bu zulmlardan qutulishga kallashishimiz uchun, maslahatlashishimiz uchun, balki o'zaro qarindoshlik hosil qilib suhbatlashishimiz uchun bu yerga bir ekranning oldiga keldik. Bugungi temamiz Uyg'ur yoshlar harakatini qanday olib boramiz degan bu tema ustida to'xtalamiz. Bundan başqa bizningki ekranimizda bizning qadrli qarindishimiz bugungi zulmninki shahidi bo'lgan va Xitoydan qo'rqmasdan shu onasininki tatgan zulmini butun dunyoga anglatish uchun ko'krak kirib maydonga chiqqan qarindishimizningki Abdurahman Hasan qarindishimizningki masalasi ustida paranglashimiz. Üçüncüsü aldığımızda 2. ayının 5'i G'ulja fevral vakası yetib kelyapti. Bunun uchun qanday tayyorlik qilamiz, nima ish qilamiz? Bugun Xitoyning zulmi o kadar bir ciddi şekilde bütün dünya bilmaydi, ammo biz chidayolmag'idek bir şekilde o'tirib tushayotgan bu vaqtda biz qanday qilishimiz kerak degan bu masalalar ustida ekranimizga qo'sh kelgan bütün qarindoshlar bilan biz bu maslahatlarni, suhbatlarni qilishimiz. Elbette biz bir yerde profesör, doktor emas, fakat bir izlenguchi, fakat bu zulümden qanday qutulish uchun, Xitoyga qarshi mücadeleni qanday elib berish uchun izlanimiz, maslahat qilamiz, o'ylanamiz, tafakkur qilamiz, xalqimiz bilan o'zaro naq maydonda paranglashish orqali, suhbatlashish orqali bir natijaga erishishga qarab yo'lga chiqamiz. İnşallah Allohning rahmati bilan agar Allah bizningki bu amalimizni qabul qilib qolsa, bizga bir nusrat berib qilib qolsa, bizning bir ko'zimizning yeshini ko'rib, bu bandamni men qutuldiray deb qilib qolsa, balkim bizning bu tirishchanligimizni ko'rib Allah subhanahu va taolo bizga bir rahmat berib qolsa, ajib emas deb biz beshimizni qo'ltiqimizga qisib qo'yib, urug' tuqqanlarimiz vatanda bo'lsinmi? Ashu mazlum xalqni qutuldirish uchun bu yerga kelib Xitoyning oldida hayqirayotimiz, Xitoyga qarshi to'layotimiz. Butun dunyo titrayotgan bir Xitoyga qarshi biz bu yerda botirlik ko'rsatyapmiz aziz qarindoshlar. Ya'ni bugun 7 qit'a 5 iqlimdagi davlatlar, BDTga a'zo davlatlar, Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga a'zo davlatlar, Yevropa, Amerika Xitoydan tep tortayotgan bir zamonda biz Mehmetcan, Emetcan, Semetcanlar meydana chiqib, ey Xitoy zulmini to'xtat, bizning xalqimizni azmigan, bizning tajovuz qilib kirgan, ashu sen ishg'ol qilib olgan zamindan bizni zamindan chiqib ketgin deb biz bu yerga kelib Xitoyning oldida hayqirayotimiz. İnşallah Allah bizning bu jihodimizni, bu harakatimizni nusratga, qalbiga erishtirib bersin. Men so'zni bir oyat bilan başlag'im bor. Bismillahirrahmanirrahim. İnnemel mu'minuna ihvetun fa'aslihu beyne ahvaykum vettaqullaha la'allakum turhamun. Mu'minlar o'zaro qarindosh, o'zaro isloh qilishinglar bir-biringlarni, o'zaro isloh bo'linglar, o'z aranglarni tuzanglar. Allohdan qo'rqanligi sizlar albatta rahim qilinsizlar deb Allah subhanahu va taolo Qur'on Karimda bizni qarindosh bo'lishga chaqirdi. Biz bugün qarindoshlikninki haqiqiy amaliyatini bu yerda ko'rsatish uchun ekranning oldiga keldik, qarindosh bo'ldik, qarindosh bo'lish uchun tirishayotimiz. İnşallah Allah bizning qarindoshligimizni qabul qilsin va fa'aslihu bayna akhawaykum. O'zaro isloh qilinglar, bir-biringlarni tuzishinglar. Yaqinlashinglar, qalblaringlarni bir-biringlarga bog'langlar dedi Allah subhanahu va taolo. Qalbimizni bir-birimizga bog'lash uchun hatta bütün chet elda yashayotgan Uyg'ur xalqimizning, yoshlarimizning qalbini bir-biriga bog'lash uchun, ashu Sharq Turkistonda mazlum izlayotgan xalqimizningki, ashu zulmdan qutulish uchun biz bu yerda qarindosh bo'lishga majburmiz, qarindosh bo'lish vazifamiz bor.
ve birbirimizni ıslah qilish, birbirimizle maslahatlashish, suhbatlashish majburiyatimiz var. Suhbatlashish orqali biz har qanday bir qiyinchilikdan qutulib ketish uchun chiqish yo'l izlashga biz majburmiz qarindoshlar. Buning uchun bugungi asosiy tema bo'lgan Uyg'ur yoshlar harakatini qanday elib boramiz degan bu tema ustida qarindoshimiz Nijat ve qarindoshimiz G'ayur ve qarindoshimiz Abdurahman Hasan ve Nurgiyadagi qarindoshimiz Sirajiddin ve Belgiyada yashayotgan qarindoshimiz Ali qarindoshimiz bilan biz bu yerda suhbat elib boramiz ve bu temani ko'radigan asosda. Bundan boshqa bu bir naq maydon suhbati bo'lganligi uchun Facebook'dan bizni izlayotgan bütün qarindoshlar bizga naq maydonda albatta inkos yoza oladi, biz bilan hem suhbatda bo'la oladi. Her qanday bir ko'ngil so'z bo'lib qolib qolsa bizga diyalaydi, inkos qilib yoza oladi ve ekran ustida bizning telefon nomerimiz bor. Telefon qilib bu yoshlar harakatiga so'z qata oladi, birga maslahat qila oladi. İnşallah Allah bizning suhbatimizni muborak qilib bersin ve bizningki bu qilayotgan xizmatimizni qabul qilsin. Men bana tanışlık ekrandaki qarindoshlar, ama başka nurg'un qarindoshlarga tanışlık ama bilmegen qarindoshlarım var. Şu qarindoshlarga men bir tarafdan texniklik ishga qaraganligim uchun qarindoshlar söz oraliqdan shundoq tentirab qolaman. Her biringlar o'zinglarni qisqacha bir tanıştırıp o'tib ketsanglar, undan keyin biz bu temaga kirib ketsak bo'ladi. Oldi bilan bizningki yoshlarımızın arasida biraz çoğunrak bo'lgan qarindoshimiz hurmatlik Sirajiddin Fatih Nurgiyada yashayotgan qarindoshimiz. Qarindoshimiz o'zingizni qisqacha tanishtirib etsangiz, undan keyin hammaylar tanishtirib etgandan keyin men sizga so'zni bersam, biz bu temaga kirib ketsak. Assalomu alaykum, hoş geldiniz Sirajiddin qarindosh. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq aziz qarindoshlarim, vatandoshlarım, hammanglarga salom. Men Sharqiy Turkiston zeminining Ürümçide 20 neçə yıllık televiziya hayatını şu yerdə hizmet qilib, ahırlaştırıp, vatan sırtıga şu yerdeki zulümün dəstidən, şu yerdeki erkin nəfəslənməgənlikimiz tüpəylidən ve şu yerdeki dereceden taşları zulüm sistemlerinin dəstidən farzandlarım bilen, aile tavabatlarım bilen çet ellerge icret kılıp çıkılıp 5 yılga yakın bolup kaptı. Ben Sharqiy Turkiston televiziyasida işleyen bizem şu yerde artistlik hizmetinde, avaz artistlik hizmetinde işleyen 20 yıl işleptim ben. Bana hem de şu hizmetlerimle taşlap bir yere çıktım. Hem de bütün Sharqiy Turkiston'un azatlığı, Sharqiy Turkiston halkının azatlığı için inşallah müşahidim o yana bizimle hizmetimle devamlaştırmadım. Ben Sirajiddin Fatih. Allah razı olsun. Aziz sizinki Nida radyosida ishlayotgan bir xizmatli var shuna mı? Ha, shunda. Allah razı olsun. Sözünü bu Dünya Uyghur Qurultayınınki Yoshlar komiteti reisi G'ayur Qurban qarindoshimizga bersam, o'zini bir qisqacha tanishtirib o'tib ketsin. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Şu ekran yüzü orqali sizlardan tanishganligimdan ko'plik xushalman. Men o'zim G'ayur, ismim Sharq Turkistonniki Yakandan. Vatandan chiqqanimga mana 12 yil bo'ldi.
navbatda 12 yil bo'ldi vatandan chiqqanimga. Bu yerda vatandan chiqqandan keyin o'sha yerda magistr o'qish bitirib, andan keyin shu 2007-yildan boshlab da'vo sipida o'zimning qo'limdan kelishicha xizmat qilib kelyapman. Va navbatda shu o'zim kasbim buxgalter. Dunyodagi eng chong pul muomala va mulk boshqarish shirkatining Amerikaniki shirkatida oliy darajali buxgalter bo'lib ishlayman. Berlindan o'zim. Degandagidek shu aslında nurg'un insonlar uchun biz yani bizdek shu chet elliklar uchun deyman albatta. İşte bizdek yosh vaqtida vatandan sirtda o'zining yoshi taraqqi topgan deb o'ylaydigan g'arb davlatlariga kelib, bu yerda yerlashib, o'qib, yaxshi xizmatlarga erishib, shu davlatlarning grajdanlari bo'lib, naaytib, bayashat turmushni kechirayotgan ashta insonlar var biz deb o'ylaydi axir. Lekin ko'rganinglardagidek buni hozir nurg'un shu ko'chmanlar izlayotgan, nurg'un ko'chmanlar erishsak bo'ldi deyotgan shu ortiqchiliklarning hammasi yaxshi xizmat, yaxshi maosh, aile, jamliki degandek shunday qulayliklarning hammasi bo'lsa-mu, lekin vatanimizning bo'lmaganligi, xalqimizningki shu azob uqubat ichida yashayotganlikdan iborat bu bir ko'ngilsizlik bizning ko'nglimizdagi shunday eg'ir kelyaptiki, biz bu yerdagi shunday bayashatchilik ichidan, shunday xushallik ichidan biz o'zimiz hech xushallik ololmadik. Bayam Sirajin akimiz deb o'tgandagidek suhbat boshlashning oldida amaliyotga emas bu. Shunda Allah razı olsun. Hozir xizmatimiz Dünya Uyg'ur qurultayiniki Yoshlar komitetininki raisi. Shunami? Albatta. Xo'sh, Allah razı olsun. Albatta qalbingizda nihoyat ko'p so'zlaringiz bor qarindishim. Biz buni bilib turyapmiz. Hozirgi so'zlaringizdan chiqib turdi. Ammo birozdan keyin so'z beraman. Endi qarindishimiz, ya'ni Shvetsiyadan qaytilgan qarindishimiz Nijat Turg'unga men so'zni bersim, o'zini qisqacha bir tanishtiramiz. Assalomu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar, hurmatli vatandoshlar, aka qo'yadiganlar. Hammalarni Allohning salom bilan salomlayman. Men ismim Nijat, vatanimiz Sharq Turkistondagi Urumchi shahridan 2004-yildan buyon Shvetsiyada yashab kelyapman. O'zim hozir xalqaro munosabat va Xitoy tili nemisda o'ttira sharqlar sharq muasir fakultetida Stockholm universitetida o'qiyapman. Shuning bilan Shvetsiya turish jarayonida 2006-yildan buyon Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining qurilgandan buyon bu yerda har xil vazifalarda xizmat etib kelyapman. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ahirda men İkramda esli 6 kişi var. Bir kişimiz texniklik mesele tüpeyilden yukarıda küçük şekilde görünüp duruyordu aziz qarindoshlar. O qarindishimizga sözünü bersem, özünü qısqacha tanıştırıp ötse Ali Parvozchi qarindishimizga. Bundan keyin men eng oxirida sözünü Abdurahman Hasan qarindishga beraman. Alijon, merhaba. Benim ismim Ali. Ben Şarkı Türkistan vatanimizden çıkıldı. 300 yıl oldu. Ağırlıkta bir mezgil Türkiye'de, ailemle Türkiye'de yaşadık. Yakında tek ailem bilen Avrupa'ya geldim. Asasen vatanimizin ahvalını meyilli perzentlerimizin bağırıp terbiyesi, her yıl zulümler, zulümümüzün körüp, Marif bilen şoğulan başka. Şu marif münasebetlik, durbaşlar, yekleşler, milli marifimizin yok, intihar içip kaynağılıkta. Ben de gittim. Dünyada yaşap kıvatımız. Hemenler Allah'ın ikram yüzde intihar koşalım. Allah razı olsun. Alijon qarindishimizdan Allah razı olsun. Ahirda men hammalarning xabari bor. Tunigundan beri, o'lishgundan beri dunyo miqyosida bo'lib Uyg'urlarning
Uyg'ur jamiyatida bir zo'r bir o'zgarish yasalishiga bo'libmi, bugungi zulmning haqiqiy mohiyatini ichib birishda ko'krak kirib chiqib, bu zulmni oshkorlagan qarindishimiz Abdurahmon Hasan qarindishimizga so'zni bersam. Abdurahmon Hasan qarindishim, siz o'zingizni qisqacha tanishtirib o'tib ketsangiz, undan keyin sizning bugungi programmamizda sizning qalb so'zingizni, ya'ni ayrim sizga vaqt berib, sizning so'zingizni anglaymiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Qarindoshlarimga assalomu salom yo'llayman. Men Qashqar shahridan ismim Abdurahmon Hasan. Men hozir Istanbulda qolgan tarjima olimni degan so'zni nimada Iqlolda so'zlab bo'ldim. O'zim ba'avolimni, bildiganlarimni. Mening nadash Turkiyada o'zimning turmushimni o'zlashtirish bilan kurs o'qishda bo'ladim. Qavmim shu onamning da'vosi bilan shu o'zimni shuncha tanishtirsam. Bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Naqdi biz hemen temaga kirsak qarindoshlar, bugungi temamiz Uyg'ur yoshlar harakatini qanday qilib boramiz degan bu tema. Aslında doktorlar, professorlar, olimlar, ustozlar bilan birga bu masalani paranlasak bo'ladigan masala. Chunki bu tema intayin cho'ng bir tema. Ammo biz shu cho'ng temani va nihoyat jiddiyat qo'zg'ayotgan masalalarni paranglashga majburmiz. Biz hamda ushaq gapni qilib o'tirdiganga vaqtimizni chiqqanmidi. Xitoy har kun, har sekund, kecha uxlamay Uyg'ur xalqini qanday yo'qotish, qanday assimilyatsiya qilish, qanday vayron qilish to'g'risida kecha kunduz o'zining olimlarini, o'zining zolimlarini ishga silib o'tiryapti. Ammo bizning xalqarada yashayotgan doktorlarimiz, olimlarimiz, professorlarimiz, mollalarimiz bu jihatda inshaalloh amdilatin ko'zimizni ichib, bundoq desam xato tushunishlar bo'lmasin. Xalq bilan aramiz uzilib qilib, bizning o'rganganimiz, bizning tafakkur qilayotganimiz, bizning qalbimizdagi tushunchalarimiz bilan xalqimiz uchiqishamay bugunga qadar ba'zi narsalar ochiqlanmayotdi. Buning uchun bu tema cho'ng bo'lgan taqdirda biz buni paranglashga majburmiz. Chunki biz yoshlar, bizning payg'ambarimiz qalbi qilishda asosan ishni yoshlardan boshlagan Alloh subhanahu va taolaning dinini vahiy qilgan vaqtida payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga, payg'ambarga ergashgan kishilar yoshlardi. Asosan yoshlar boshlangan bu ish. Uningdan keyin boshqalarga taralgan. Ammo bizning tashkilotlarimiz, cho'nglarimiz, liderlarimiz yoshlar bilan bo'lgan munosabatda biroz zaif bo'lib keldi bugungacha. Tanqidlaydigan, ya'ni tanqidlamasak bo'lmaydi. Tashkilotlarningki yoshlashishi, yoshlarga o'rin berilishi, yoshlarning tafakkuri hurmat qilinishi, yoshlarga xizmat berilishi, yoshlarning muzokiralash masalalarida nihoyat zaif bo'lib kelyapmiz. Ammo buningdan keyin unda bo'lmaydi deb qarayman inshaalloh. Shuning uchun bu yerga faqat yoshlarni chaqirdik. Hammadan asosan yosh bolalar inshaalloh va chet elda muhojir yashayotgan, vatan millatning xizmatiga, dinimizning xizmati uchun kuch qataman deyotganlar asosan yoshlar. Uning uchun biz buningdan keyin harakatimizni qanday qilib boramiz? Ya'ni qaysi harakatimizni deganda menga bilinishli bir masala Xitoyning zulmiga qarshi harakat, Xitoyning tajovuziga qarshi harakat, Xitoyningki bizning shu och singillarimizni dafsamda qilinishiga qarab turmay olg'a bosadigan jihodiy qalami, söz, kitobi, akademiki her tarafdan çaşlab chiqib harakat o'tadigan bir harakatni qanday qilamiz deb bugun birinchi qatimda bu yoshlar bilan bu yerga keldik inshaalloh. Alloh bizga yordamchi. Bu masalani deyishimiz, men so'zning beshini buningdan keyin Uyg'ur yoshlari Xitoyning bu zulmiga qarshi qanday qilish kerak degan bu savolni men avval Sirajiddin qarindishimizga tashlayman. Uningdan burun savolga javob berishdan burun deymanki, aramızda bu ishning amaliyotini qilgan bir qarindishimiz va Abdurahmon Hasan qarindishimiz. Amaliyotda bizning och singllarimizning ko'pinchisi turmida, bizning shunda. Ammo buni dadillik bilan o'tirib olib chiqib, mening och singlimni manda qildi, onamni turmuqqa solib qo'yapti, mundaq bo'layotdi degan qarindoshlarimiz chiqolmayotdi. Faqat aramızda bir qarindishimiz chiqib dadil o'tirib qo'ydi. Tungundan beri, o'lishgundan beri bu qarindishimizni jiddiy izlab bu ikramga kelgan bo'ldik. Inshaalloh uningdan keyin nurg'un qarindoshlar telefon qilgan bo'ldi. Bizning bu nurg'un urug' tuqqanlarimiz turmida deganlar bo'ldi.
inşallah bundan keyin aş qarindoshlarımızdan hammani ikramga olib chiqib, biz bu xizmatni qilishimiz kerak degan narsani biz boshlab beramiz qarindoshlar. So'zni men Sirajiddin Fatih qarindishimizga beraman. Qalbidagi so'zini bizga tashlaydi. Assalomu alaykum. Rahmat. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi darajadan tashqari dard alamni o'tda aylangan yurtida ko'tarib yurayotgan aziz vatandoshlarim, sizlarga qaytadan salom. Biz Uyg'urlarga Oğuzxandan, Qarixandan, Sultan Sadık Buğraxandan miras qolgan Sharqiy Turkiston zimini va shu ziminning egilari, mirosxo'rlari bo'lgan aziz xalqimizning hozirgi ahvolini hammaylar bilib turibdi. Anlap turibdi. Narisida Nativan farzandlarimizning ahvolini mı, qaysi kunda qolganligini mı bilib turibdi. Alpvaş ota-onalarımizdan, yosh hadi sing'illarimizdan, navqiron, chorasiz inalarimizdan va akalarimizdan qaysi kunda qolganligini, qanday zulm ko'rayotganligini bilib turibdik, qarindoshlarim. Xitoy kommunistlarining, Xitoyning to'ng'iz kommunistlarining biz Uyg'urlarni tüp jiltizimizden, magapni anglab turinglar. Tüp jiltizimizden chala emas, hergiz chala emas, pakiz qurtuvitish planini, pakiz qurtuvitish planini, ya'ni Xitoy markazidagi Xitoyning to'ng'iz kommunist rahbarlaridan 300 ga yaqin rahbarning ta bugungacha hujjatlarga bo'lib plan tuzayotganligini va Sharqiy Turkistonda Uyg'urdan iborat bu millat mavjud bo'lib qolsa, Xitoy cho'shqinlari bu zaminda mangu amin yaşayamaydiganligi, Uyg'urdan iborat bir millatning Xitoy kommunist tajovuzchilarga mangulik baloyi ofat bo'ladiganligi, Xitoy kommunist to'ng'izlarining shunimi buzyapti, qarindoshlarim. Uxlasa shunimi buzyapti, shuni. Shuning uchun Uyg'urdan iborat bu millatni Sharqiy Turkistondan, aziz ona tuprog'imizdan, mana bu Uyg'urdan iborat bu millatni jiltizini biroq pakiz qirqivich planini barliq aqlini ishlatib muhaciratda yashayotgan da'vo etishga millatimizning rahbarlarini, faoliyatchilarimizning elib berayotgan faoliyatlarini holat keltirish uchun kommunist cho'shqinlari o'zlarining xoin, munofiq, saqqon, badbaxt olchilarini chiqarib qarindoshlarim. Shuning uchun Uyg'ur yoshlari, to'miringlarni yiqiyotgan, shunda emas, axlat emas,
Batur Uygur'un Xitayni qo'rqitib tarixdan tak 8-yilning ichiga kirgizayotgan 8-yilni 300 yilning yaqi to'xtamay qadimdan Uyg'ur yoshlari o'nning yoshlari ota-bobomizning shu avlodlari ve bütün dünyadaki Şarkı Türkistan'ın mirasxo'rlari, mirasxo'r Uyg'urlari biz qanday qilishimiz kerak? Biz qanday qilishimiz kerak? Biz erkinlik chiqdi. Vatan bilan ishimiz yo'q deb yostiqni egiz qirlab yotamdiq yoki qanday qilamiz? Uyg'onamdiq. Ha? Uyg'onsak qanday uyg'onamiz? Qanday uyg'onamiz? Qaysi turda uyg'onamiz, qaysi darajada uyg'onamiz? Uyg'onishning bir qancha turlari bor. Siz zodi qaysi turga kirsiz qarindishim? Yanardaqqa ve o'tqa yoki qaynamga aylangan yuragingizga yoki portlashning oldidagi yanardaqdek bu yuragingizga qo'lingizni silib beqib, tutib yuragingizni ching tutib ondan men uyg'onishning ma'qulga kirdi ekanman deb turib uyg'oning. Qarindishim, xato uyg'onib bilib yoki chala uyg'onib bilib yana uxlab qolmang qarindishim yana. Uyg'onsangiz bütün uyg'oning, bütün. O'g'il oladek, vatandagi shu mazlum xalqning farzandidek, haqiqiy erkakdek, mengu uxlamaslikqa, mugdimaslikka uyg'oning qarindishim. Akılarım, sebdaşlarım, vatandaşlarım. Bütün uyg'oning. O'g'il boladek uyg'oning, o'g'il boladek, erkakdek uyg'ondiga bak keldi qarindoshlarim. 1874-yili Zozuntan degan mal'un iflosday zaminimizga besib kirganda uyg'onmabdi ekanmiz. Holimiz nima bo'ldi? Ha, qarindoshlarim, holimiz nima bo'ldi? 1949-yili Xitoy to'ng'izlari, Xitoyning bakteriya avlodlari vatanimiz Sharqiy Turkistonga besib kirganda uyg'onmay qolganmiz. 68-69 yilning yoqi holimiz qanday bo'lib ketyapti? Ha? Mana 1949-yili Sharqiy Turkistonga Xitoy kommunistlaridan iborat bu bakteriya besib kirsa, hozirgacha zaminimizni ahlak qilyapsizmi, qonga milyapsizmi, qushxonaga aylantiryapsizmi? Ha? Ya ot-singillarimizni dafsanda qilyapsizmi? Jinim bolalarimizni, jinim farzandlarimizni böreklerini ilib basımı, işki a'zolarni ilib basımı. Analarimiz ne? Maş qishda soğuk muzga dast qo'yapti. Mush iraqa Xitoyning tili bilan aytganda sen deb qo'yib aytadi. Bu ishplas kommunist. Ashu sen degan. Ash qahriton. O'zimizning ona tilimiz bilan aytganda qahriton soğukta dastib perçure numay duaylarni bichar yosh bolalarimizni, yoshlarimizni, qizlarimizni, ot singillarimizni qoni mang'uzibdi. O'ylab qo'yinglar. Biz yana uyg'onmamda. Abduxoliq Uyg'urdan iborat o't yurak, ko'zidan o't yanadigan, qalamidan o't yanadigan, chaqmoq chaqadigan she'rlaridan. Aşında bir şairimiz 80 yılının aldıda panda yazgan Uygan degan şiirni yazgan. Ya şiirini tadqiq qilinglar. Men kichikgina, men o'qitira shu yerni. Ey faqir Uyg'ur, uyg'on. Uyqung yetar. Sende mal yok, endi kesse can ketar. Bu ölümdün özüngni qutqizmasan,
Ah, senin halın xatar, halın xatar. Qop dedim, peshingni ko'tar, uyqungni och. Raqibning peshini kes, qinini choch. Ko'z ichib atrofga obdan boqmasang, o'lasan, armonda bir kun yo'q iloj. Ilimi jonsizga o'xshaydi o'tining. Shuni yo'qmi ancha o'limdan g'iming. Qishqarsam qimirlamaydi yotsan, uyg'onmay o'lmoqchimi sen shu peting. Ko'zingni yo'g'on ichib atrofga boq. Öz istiqboling haqida o'ylan uzoq. Ketsi qoldun bu g'animat fursat. Kelajak ishing chatoq, ishing chatoq. İçinar ko'nglim sana ey Uyg'urim, sabdishim qerindishim bir tuqqanim. Kuyinib holingga o'yg'atsam seni, anglamaysan zodi nima bo'lganing. Kelidi bir kun pushaymon qilasan, takdigi gapning shu chog'da yetsan. Hey, bizdan shu chog'da ulgurmay qolur. Shunda Uyg'ur so'ziga tan berisan, deb qo'ydim başkanım. 80 yilning oldida mana bu she'rni vasiyatning o'rnida shu vaqtda o'yg'otamday hozirgacha o'qib kelyapmiz. Sirajning qarindishimizga men so'zni yana qaytadan beraman. So'zni yana qaytadan beraman. İnşallah. O'yinni piqolar qarindoshlarım. Rahmat. Sirajning qarindishimizga men so'zning oxirini yana beraman. Allah xolisa. Rahmat qarindosh. Bu uyg'on Kechiringlar, hayajonlanib ketdim sen. Uyg'on she'rini bizga o'qib berdi oxirida. Alloh rozi bo'lsin. Men yana sizga so'z bermoq qarindishim. Qarindoshlar imkon sezibdi temaga kirgan bo'lsanglarda bizning temamiz shu yoshlarni bizningki xatolashayotgan yerimiz nada desa biz harakat qilmandoq deymiz. Hozir menga kim deganda 5-10 qarindishimiz xat yozibdi. Temaga kirgan bo'lsak dedi. Harakat qilmandoq deymiz. Avval ma'naviy uyg'unish yo'q bir millat qanday harakat qila oladi? İçimizden minglarcha insonning onasini Xitoy bo'zaq qilsa, birsi chiqsa, birsi bugungacha birsi chiqsa, birsining bolasini 11 yoshda itiversa Xitoy. Uni bir xalqaroga deyli, BBC'ga deyli, CNN'ga deyli, ma dunyoga e'lon qilayli, ma balani itibdi, Qur'on o'qiganlik uchun. deb ko'rsak, yo'q balamni itivetken bo'lsa mayli, men uni desam bo'lmaydi deb o'zimizning balasini o'ltirib etsa Xitoy og'zimizni yumgan bir millat. Avval ma idimizni uyg'otishimiz kerak. Idimizni. Mana bugun bir qarindishimiz chiqdi, Abdurahmon Hasan'da bir qarindishimiz chiqib, mening onamni Xitoylar bo'zaq qilibdi. Ertigandan tushgacha o'taq uzib qo'ydi ekan. Kasilari ichi tutibdi, qattiq o'rindiqning ustiga deb bir qarindishimiz chiqibdi. Biz bu qarindishimizni bugun qalbimizning chunqur qetiga oldik qarindoshlar. İnşallah buningdan keyin jiq paranglashib olamiz. Avval ma ruhiyatimiz uyg'onish kerak, erkishligimiz, erkakligimiz. Avval erkaklik o'limalardan uyg'onish kerak, o'limalardan. İnşallah uyg'onadi, Alloh razı olsun o'limalarımızdan. Uningdan keyin professor doktorlarımızda erkaklik uyg'onish kerak. Onlarca doktor bilan paranglashdim. Birisi ma haqni so'zlaydigan yerga kelmadi. Nimish kelmaysiz? İşim batı dedi. Nimish kelmaysiz hozircha mening urug' tuqqanim batı dedi. Ma doktorlarning da'vatgan gipi, professorlarning da'vatgan gipi. Bu millatning idisi uyg'onmay turib, qanday biz boshqa harakat qilamiz? Avval idimizni uyg'otish uchun harakatning beshi idiviy uyg'onish. Yani erkeklikimizni uyg'otish. Ayollar she'rlarni yozyapti, maqolalarni yozyapti, qani erkaklar qanisini da'vatdi. Qani erkaklar biz chet elda qarindoshlar birinchi bo'lib Xitoy qildigan harakatimiz ovozimiz. Xitoy bizning qurolimizdan qo'rqib qolmaydi. Xitoyda atom bombasi, vodorod bombasi, qurolning hammasi Xitoyda bor. Ammo bizning bu ovozimizdan qo'rqaydi. Bu ovozimizni chiqarishdan qo'rqavatsak, biz Xitoyga qarshi urush ocholmaymiz. Buning uchun shu iddiviy uyg'onishni egilish uchun qarindishimiz Sirojdan o'zining qalbidagi erkakligini to'kib berdi bizga. U bizga muzokaralashadigan, ilmiy gap qiladigan so'rovlarmi jiq.
Doktor Mehmet'in Ela bilen Uygurlarning psixikasi qaysi psixikaga tava deb bir nima o'tkazdik. Suhbat o'tkazdik. Ko'rash qitim soni 3000 ga yetmadi. Xalqimiz o ilmiy masalalarda, kitobiy masalalarda, akademik masalalarda qiziqmaydi o masalalarga nisbatan. Chunki ideya uyg'onmadi, erkaklik uyg'onmadi, qon qizimadi bizda. Buning uchun avval ideyamizni uyg'otish biz uchun bek muhim deb o'ylayman. Men so'zni Nijat qarindishimizga bersam, qarindishimiz mush Uyg'ur yoshlar harakatida avval qandaq bir boshlanish. Asli boshlandi. Zodi bo'lyapti-da, yoshlar harakati bor, nima harakati bor, tashkilotlar bor, ammo biz buni nayt pasif shaklda ilib beramiz. Buningdan keyin qanday bo'ladi? Bu masalalarda bir o'zining fikrini o'tirib qo'yib boqamiz. Rahmat so'zlaringizga. Abay Sırayda akam hozir so'zlab o'tdi, vatandagi zulmning nimasi qisqacha deganchaqlab. Dunyoda kim zulm uchrayotgan millatlarning nimasi qilsak, biz eng tilg'avsiz darajada zulm uchrayotgan va shuning bilan birlikda unutilib qilinayotgan bir xalqning nimasi kirimiz. Bu holatda biz dunyoning vatanning ichidagi nimalarni yaxshilan demayli. Vatanning sirtidagi yoshlar dunyoning har qaysi joylariga bo'linib ketdik. Yevropada bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, O'rta Sharqda, Yakomiston, Amerikada nurg'unga yoshlarimiz bor. O'tdirek men nima qilsam bo'laydi deb. Eng bilan mening nimamda shaxsiy ko'z qarashimda har bir yosh qalbiga mustaqil bir sharqiy Turkistonning bayrog'ini tikish kerak deb o'ylayman. Bu bayroq tikilmay turib bir yoshning qalbiga abaytin degandek, saraytam degandek nima yerim uyg'onish mumkin. Tamam, zulm bo'lmayapti. Bu zulmga qarshilikda bo'lish yetarli emas. Chunki bizning nima zulmni to'xtatish emas. Ya'ni mustaqil hur bir Sharq Turkiston davlat qurishdir. Bu holatda buningga yoshlar eng oldidan ideyani tiklash kerak. Ya'ni bir mustaqil Sharq Turkiston davlatining qurg'uchisi har bir Uyg'ur yosh shu Sharq Turkiston davlatining qurg'uchining asosi bo'la oladi inshaalloh. Bu narsa tiklanish kerak. Lekin yashayotgan jug'rafiyalik sharoitlarimiz o'xshamaydi. Özlerimiz belirli ba'zilarimiz baldur, ba'zilarimiz keyin chiqqan iqtisodiy oilaviy ahvollarimiz o'xshamaydi. Bu holatda o'zimizning nimaga sharoiti yetadi, men nima ish qila olmayman turayotgan bugungi sharoitimdan, mening nima jihatdan alaylikim bor, nima jihatdan ortiqchiligim bor, mushu Sharq Turkiston davosiga men nima ish qila olmayman deydigan bu savolni o'ziga qo'yish kerak. Va shu savolning shuni topgandan keyin buning qarata harakat qilish kerak. Masalan, tashkilot qilib harakat qila olamsiz, shunga kerak. Mesela şahsi makal yaza alamsa, bunu qil, dersim tuza alamsa, bunu qil. Nima jihatdan bo'lsin, qanday jihatdan qo'li kelsa, nima qilsin, ne ishni qilammisin, hatta bir aroq ichish kerak kelmaydigan bir uyg'urib ketgan bo'lsinmi, aroqni ichib qilib berib podliqni Xitoy elchixonasining oldiga ot. Yana bir qarshilik bildir. Yana bir mustaqil Sharq Turkiston davlatiningki asosini silish uchun, bu Xitoyning tajovuzini chiqarib etish uchun qo'lingdan qanday nima kelsa, qanday turayotgan davlatning qanday nimaga sharoit bo'lsa, buni qilish kerak deb o'ylayman. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. G'ayr qurban qarindishim shu yoshlar nima ish qilamiz? Yoki qurultayningki bir yoshlar xizmatiga mas'ul bo'lasiz sifatingiz bilan qurultayga a'zo bo'lgan yoshlar qaysi shaklda ikki savol bor. Shundan bir o'zingizning fikringizni o'tirib tashlaysiz. Ko'p rahmat shu yaxshi fursat bo'ldi shu haqida fikr yuzi orqali butun dunyodagi shu programmani ko'rayotgan yoshlar o'rtasida bir almashtirib yaxshi fursat bo'ldi bu. Va oldi bilan shu bugungacha ilib bo'lgan xizmatlar haqida qisqacha bir ma'lumot beray. 2010-yillar bo'lsa kerak, 2010-yillar shu 2010-yillar atrofida shu dunyoga qurultayniki yoshlar xizmatini bizga ishini topshirgan bo'ldi. Va shu zamonlarda o'zinglar bilgandagidek 2009-yildagi Urumchi 40-yildan keyin vatandan sirtga ko'p sonda bularni Yevropaga asos qilgan holda Gollandiya, Norvegiya, Belgiya qatorliq davlatlarga o'xshash mushtan ko'rdigan asosda ko'p sonda Uyg'ur yoshlar asosida vaqtda bir ko'chish to'lqini qo'zg'aldi davronlar. Mush jarayonda vatandan sirtida shu Uyg'ur yoshlariniki ko'plab chiqishiga asos
chiqishiga ergishib bir Uyg'ur jamoatining shakllanishiga bir turtki bo'ldi. Bundan biz buni degandagidek burun masalan biz Germaniyani asos Germaniyani misolga elib o'tsak, Germaniya o'zini bilgandagidek garchi Uyg'ur xalqarodagi Uyg'ur siyosiy da'vosiniki bir bayroqdor bir o'rni bo'lib kelgan bo'lsin, lekin bu yerda bir jamoatda sonjatdan oz bo'libmi yoshlar hisobda shu zamonlarni kelib qo'yapman-da, 2010-yillar tarafida. O vaqtda namoyat kichik bolalar, yoshlar jamoatchiligi yo'qning o'nda degidek aytsak bo'ladi, men kichik bolalarni haqiqatan. Shundan bo'lgandan keyin bizlar shu 2009-yildagi keyingi bo'lgan taraqqiyotlarni ko'rsatib, vatanimizga Uyg'ur yoshlarida avval Abay Nijat do'stimiz aytgandagidek, avval qalbida vatanning ozodligi va o'zining milliy tuyg'usini yetildirmay hech ishni qilolmaysan. Hech ishni qilolmaysan. Chunki bu yer degandagidek shu Isroil akamiz ham shunday ta'sirli mush ishidan o qadar jangovar nutqlarni so'zladiki, mushni nutq so'zlagan bilan mushning ichidan bir hozir ilib, mushning ichidan uyg'unliq odamlarni qanchalik bor. Degandagidek qalbida vatanni o'zining milliy tuyg'usini, kimligini bilmagan bir inson uchun degandagidek bunday jushqun shuarlar ta'sir qilmaydigan insonga. Ta'sir qilmaydi. Chunki bu insonning ichidan kelib chiqadigan narsa bu. Vatan millatga bo'lgan bu sodiqlik va fidokorlik. Shuning uchun avval mush narsani yetildirish kerak ekan. Chunki bizim vatandan sirtga chiqqan vaqtda bizim mushdoq vatan bo'lib chiqqan inson emas. Qalbimizda iymon e'tiqodimiz bor. Mushta bir Allohning so'zini, Allohning buyrug'ini ijro qiladigan mushta bir islomiy davlatimiz bo'lsa kerak deb bunday bir vay bir tushunchimiz bir inson bo'lib chiqqan. Vadaylik milliy kimligimiz to'g'riliq bizning gibi Uyg'ur bu narsa bizga depadigan odam yo'qdi, o kitoblarni cheklangan, bizning barasida biz imkoniyatimiz yo'qdi. Bizim şey chiqqandan keyin mamlakatdan sirtidagi o'sha xabar tashviqotlardagi qo'llanmalardan foydalanib o'zimizning davosini o'zimiz o'rgangan bo'ldik. Shuning uchun o'zimizniki sayg'izashtirdan bir natija ilib Muş ballağa yan çıkan ballağa, muş vatanımızdaki milliy kimlik, tarihi hakkında biz malumatlarını bilip, bulağa bir milliy tuyg'uni yetildirsek, muşlar arkalık bir küçük bir Uyghur cemaat asıl olsa, küçük Uyghur cemaatindeki ictimai birlikteki ve iqtisodiy ijodiy yardım bilen Uyghur davasındaki xalqarodagi texnik çoğun yiyilişiga ve texnik çoğun natijalarni qo'lga keltirishga turtki bo'ldi ekan degan bunday bir tushuncha bilan biz bu yoshlar xizmatini bir qanday qilsak degan to'g'ridoqchiq o'ylandik shu vaqtda. Aylanma o'yinib kelyapmiz. Shu vaqtda degandagidek bu munosabatning yangi bolalar chiqqan, ularga ko'pincha endi yaqinga siyosiy panohlikni ba'zi siyosiy haqiqatan shu Urumchi voqeasi qatnashib chiqqan, haqiqatan ichidan milliy urug'i chiqqan bolalar bor, lekin ko'pinchasi endi samimiy o'zimiz qoldi shu vaqtdagi. Bularning hammasi shu vaqtdagi shu Urumchi voqeasidan foydalanib chiqib odamlar chiqib olgan sirtga. Unda olgan keyin bulardan garchi o'zi Uyg'ur bo'lsin, lekin ularning millat, vatan millat tuyg'usi degan narsa yo'q. Ularning faqat xiyolati vatanchilikka chiqib, pasportni olib, yaxshi turmush kechirib, vatan bir kelib bunday turmush kechirimizda bunday xiyolga chiqqan insonlar. Unda olgandan keyin bu bizning garchi bunday yaxshi o'yimiz ularning unday bir qattiq bir reallikka duch kelgan gap. Shuning uchun bularni qanday qilmoqda bir yerga kelib degan masala to'g'riliq bo'ldi. Yo'q talash tatishlar bo'lgan, yo'q fikrlar bo'lgan. Lekin biz shu vaqtda hamda bizningki o'ylagan amillashtirgan narsani o'sha Shvetsiya bilan Norvegiyadagi shu Uyg'ur yoshlarniki futbol orqali jamoa yoshlarniki bir o'zaro do'stlashib o'sha futbol orqali Uyg'ur millatidagi bir jasa Uyg'ur millatidagi qaysarlikni, g'ururni mushtoq to'rib qilayotgan faoliyatlarni biz bayqab shu bizning xalqimizniki shu futbolga ortiqchilikka yoshlarimizni qiziqishi degandagidek shu uloqlar orqali bizlar 2010-yilning dastlabki vaqtida balki Sanjar qarimsizdan xabaringiz bo'lsin kerak 2010-yilda Gollandiya, Norvegiya, Shvetsiya, Germaniya, Belgiya, Amerika degandek shu 12 davlatdan shu Uyg'ur yoshlarniki vakillarni shu yerga yig'ib o'zaro bir yoshlar faoliyat qilgan bo'ldi. Yoshlar uchun qildik u yerda shu Uyg'ur Sharq Turkiston Uyg'ur yoshlar do'stlik va hamkorlik munbiri deb bir do'stlik chamberini hosil qildik u yerda. Shuning natijasida
xizmatimizda buni mustaq puşaq, kichik nuqtalardan nima qilib avval o'zaro chunki o degandek siz o'zingizning sadosini to'g'ri orqali yetkazishingiz mumkin, lekin u to'g'ri orqali yetkazgan bilan uni siz xalqning ichidagi shu kayfiyat, xalqning ichidagi shu qiziqlikni bir harakat tashkiliy bir harakat kuchiga aylantira olmasangiz, u degandek anglab qo'ydi, shukun anglaydi, qiziydigan gap yo'qolib ketdi. O'zinglar eson bo'lish kerak 2009-yilda Urumchi voqeasi bo'lgan vaqtda xalqdagi jangovarlik qanchalikdi? 1 yildan keyin xalqning jangovarligi qancha qoldi. Qanday deb. Demak, bu inson abay Isroil akamiz degandek bu haqiqiy o'ylganmasa, mana shu chalog'inib qolgan gap. Chalog'inib qolgan gap. Kichikgina misiyat bilan, kichikgina bir nimalar bilan qiziqlik bilan gapdan o'qigan. Aniq qalbning, yurakning ichida bo'lmagandan keyin aqliy uyg'unish bo'lmaganki, bir hissiy uyg'unish bo'lganki, bu hissiy uyg'unish degan vaqtlik bo'lgan narsa. Bir bo'ludi o hissiyat tutgandan keyin yo'qolib ketgan gap narsa. Shuning uchun bu aqliy uyg'unish akilish uchun buni bir tashkillik apirish to'g'ri keldi albatta bu narsa. Shuning uchun albatta hamma odamning degandek millatchilik a'zolarining ham aqli bilan o'qitib qo'yish imkoniyati bo'lmaydi. Lekin shuning ichida millatning ichidagi bir eng yorqin millatning ichidagi munavvar a'zolarning ichidagi bir qism insonlar aqli uyg'ongan bo'ldi. Bu insonlar xalqni yetaklab ana keyin etmoqdan. Shuning ham biz degandek ishlarimiz qanday qavaqsiz ushta bir to'pni barliq keltiramiz degan narsada insonlardan tanishish kerak. Albatta, u tanishmay turib masalan ishni Sirajlarimiz tunjuk qo'ydi. Lekin Sirajlar akamizdagi shu vatan millat bo'lgan sevgi, g'urur va qizg'inlik va fidokorlik meni o kadar ta'sirlantirdi. Biz umrimiz kurashmagan bo'lsak, bu vaqtning o'zida do'stlik va qarindoshlikni mana shu yerni his qila oladi. Degandek agar shu o'zi qarim do'stimiz masalan shunaqa fursatlarni yaratmagan bo'lsa, biz bu narsani bilmadik. Tanishmadik, imkoniyat bo'lmadi. Shuning uchun degandek bu yerda tanishish, bolalarning bir yerga ketishi, o'zaro fikr almashtirishni iborat mashtabi imkoniyatni saqlash uchun hamkorlik uchun bu yerda bir ma'lum shartlar, bahonalar bilan ularning insonlarniki shu bir aloqalashishni, o'zaro ko'rishni, uchra almashishni, fikr almashtirishni so'rinni yaratib berish kerak. Futbol yoki boshqa madaniyat faoliyatlar degandek ush faoliyatlarimizni shundoq yaxshi jonlantirib etdik. Ularning natijasini shu 2015-yilda shu oxirgi Turkiyada bo'lib o'tdi masalan o faoliyatda. Tunji qimmatni biz gollarda deb etdik. Hamro'nglar bor shu vaqtlardagi shu bizning ishimizdagi botlar shunda qiziqlik bilan hech kimdan degandek hammamiz o'zimizdan yanchi qo'ldan pul chiqarib shunda bir g'urur, shunda bir qizg'in kayfiyat, yuqori kayfiyat ichida biz nihoyatda bir yaxshi bir futbol musobaqasini Gollandiyada boshlab etdik. Shu vaqtga bo'lgan musobaqalarga, shu vaqtdagi milliy g'urur, shu vaqtdagi kayfiyatlar balki O'zanjon qarim esingizda bo'lishi kerak hozir. Shu qatnashganimda ham qatnashdim. Shuna. Allah razı olsun. Yani sözünü ben berime sizge. Yani Dünya Uyg'ur Qurultayiningki yoshlar komitetininki mas'uli bular sifatingiz bilan shu asosan chet eldagi Yevropada, Amerika, shu Shvetsiya, Germaniya, Belgiya, Norvegiya davlatlarga yoshlarni yig'ib nurg'un qitim o'qchi faoliyat ilib borganligiga biz shohid endi. Yoshlarni tanishtirish, o'zaro do'stlashish, qarindosh bo'lish bu jihatlarda inshaalloh yaxshi bir avval bo'ldi. Inshaalloh buningdan keyin qanday bir harakat olib boramiz degan masala ustida men birozdan keyin sizga ham so'z beraman inshaalloh. Rahmat. Men hozir qarindishimiz Abdurahmon qarindishimizga bir so'z bergim bor, chunki nurg'un qarindoshlarning salomlashqisi bor. Bu qarindishimizning so'zini men tunigun anglab yig'ladim hamda rasmiy ko'zimda yosh chiqib faqat o'zimni tutib olmadim. Bir farzandningki bir ona uchun hamda onamni itutinglar bu azoblab bunda xo'rligicha itutinglar deyishi bu hamda anglashga manda anglandi, ammo shu ish beshimiz kelib qolsa bu bek cho'ng bir masala. Bir inson bardoshlik bermaydigan shaklda bir psixologik bir cho'ng bir masala bu. Shuning uchun hamda bu qarindishimiz tarixini zodi abay o'z degandek Istiqlol TV'sida qarindishimiz Abdullah Yalqun boshchiligida bir suhbat qilib nihoyat yaxshi anglatdi. Nurg'un qilib so'zlari bor ekan, ammo vaqt munosabati bilan ba'zini deyilmagan bo'lishi mumkin.
tarixini anlattı. Ama ben deymen ki bugün bu kardeşimizin soraydigan bir mesele şu muşundaq zulümni görüp nurgun qarindoshlar buni sukut qilyapti hozir. Sukut qilyapti. Ama siz hamda Abdurrahman qarindoshim siz buni maydonga olib chiqdingiz. Men dunyoga anlatib, men onam uchun hech chiqib bermabdiman. Onam uchun nima ish qilishim kerak deb o'ylab siz buni dunyoga olib chiqish uchun shu nimaga ikkironga chiqdingiz. Hem ikkironga chiqish cho'ng masala emasdek ko'rinadi, ammo bizning xalqimiz bu yerda bir jahil bir so'zni qilyapti nurg'unlar. Yana shu ikkiron masalasida bugun bir qurol bo'lib qoldi qarindoshlar. Qurol. Ikkiron oddiy bir narsa emas, bir qurol. Xitoyga atadigan bir qurolimiz bo'lib qoldi. Uning uchun chunki menga nurg'un inkas keladi. Bu ikkironga chiqmasa bu inqilobni qiyqili bo'lmamdi deydi. İnqilobni qiyqili bo'ladi. Ikkironga chiqmay hozir g'ayr qarindoshim degandek har odam o'ziniki nimasi bilan qiladi. Ammo men ikkiron hozir men qurol bo'lib qoldi, qurol. Meni bilishinglar kerak qarindoshlar. Butun dunyo ishlatayotgan bir qurol bo'lib qoldi. Shuning uchun Abdurrahman qarindoshimiz bu qurolni oldi qo'liga. Men BDT'ga ishxonasiga borman dedi, Xitoyning konsulligiga borman dedi. Andan keyin biz paranglashdik. Hatta Yevropaga kelish nimasi bo'lsa, biz Yevropadagi butun davlatni gezdirib bu qarindoshimizni Yevropadagi parlament davlatlarini kirib biz bu derdimizni anlatadiganга inshaalloh deyishyapmiz, Alloh xolsin. Men so'zni Abdurrahman qarindoshimizga bersam, Abdurrahman qarindoshim siz qanday bo'lib bu jasorat keldingiz, bu shu hissiyotingizni qarindoshlarimizga ifodalab bersangiz. Assalomu alaykum barliq kanaldagi bizning so'zimizni anglayotgan qardoshlar. Assalomu alaykum, salom yollayman. Bu masalani qaysi kuni yo'rtib deb qo'ygandim, yana bir ta'kidlash to'g'ri keldi. Endi men qaysi kuni dedim, endi men o'zimningki 7-8 avlodimni bilmayman, cho'ntadan deb bergan. Bir sab bir qonarlashib ketmagan, boshqa millatlarda ummatda aralashib ketgan bu ancha bo'ladi. Uyg'ur xalqida 99% qon sab deb qarayman. İnşallah. Chunki bir ona, bir ayol, masalan, bir Uyg'urlar tarixda ko'tarilmaydigan masala bu. Har qanday bu sabban zalmanda Uyg'urning qanava degan bir Uyg'ur ko'tarilmaydigan bir masala bu. Onamizniki bize 17 soat qattiq yog'och o'rinda to'xtag'izib, masalan, ko'z oldida bir necha billa amralarning o'lib chiqib qolgan. Balki mening onamga navbat ya 10 kun ya 8 kun keladigan bir avval ostida qo'rilayotganlikda. Hatta bu qattiq yog'och o'tirib chidayolmay qolsa, tartib bo'ysunmadan deb mening onamning o'zi och qoldi. Bir kun suvmi, haliqda suv sepib qo'ygan turishimiz bilinibdi. Bu avval meni qiynadigan bir kecha ta'adgan namozim qilmadim. O'sha beshini ko'tarsam, boshim necha parvoqni deb tuldimga, men qilmay o'xshayman deb yotdim, 25 soat 9ga ters turib, tartilib, ishini qilib, nashta qilib, o'dil shu nimaga yaqin shu yerga chiqdim. Chiqib men bugun timin o'zim qo'yman, lekin ma'lum sabablar tufayli bu chiqmay qolsa bu xabarim men boshqadan qartmay gap qilmay sizlar qarta shikoyat qilma deb Abdullayev deydi. Cho'qim chiqsin. Men degan timin bo'lib bunda chiqsin deb dedim. Bo'ldi, biz anlatimiz xotirjamlar deb bir eminlik berdi. Demak, endi biz sap bir Uyg'ur deb o'zimizni hisoblaydigan, bizning go'shimiz, bizning qanimiz Uyg'urningki qani deyilgan, Uyg'urning shirki deyilgan bir sap bir millat dunyoda. Bir tarixiy bir madaniyat ig'vogan bir millat, dunyo madaniyat taqatgan. Hatta dunyoda o'zini men falon da'vatgan, Türk da'vatgan, dunyo bir da'vatgan odamlarning tarixiy madaniyat kitobi bizning vatanni tabiatgan. Bunda bir vatan yetilgan bir yigitlar turib, bir onamiz, xotinimiz, hatta bovoq bolalarimiz hozir aytgan dunyoga 2-25 bolalarimi o'tirasa dikka ochgan kelmagan bolalarning ayolini taklashga chiqib ketib qolgan bolalarni biz baxtimizda bekitib qolganmiz. Demek bu sükut meni o'ylandırgani, men onamni sükut qilsam, onam ya 8 kun o'la ya 10 kun o'la, baribir o'lan 5 hafta kelib bo'ldi. Lekin onamning qarzini olmayman. Mening sükutim onamning qarzini yo'qotib qo'yish mumkin. Misol inshaalloh
aslında biz ümit var. Çokum vatan barımız, vatanni ko'rimiz. Vatanning tuprog'ini quchoqlagan vaqtimizda shu onamizni qadrini bilmaslik. Bu chog'da bizni hozir chiqqan bo'lsak, u chog'da qanjiqlamasmiz berib, balkim tuqqanlarimizga atrofdagi bir hayot qolgan insonlarga sen nima ish qilding deb so'rasa, Tüngümde bir kettim, bizden aşağıdaki her xil jamoat var, yetip yaşaydiganlar var, yem yeydiganlar var başka taraftan. Bu insanların dasqını yaşadık, ya şu lanetkarlık hayat yaşadık deb cevap verdik, nima deb cevap veramiz? Andaki biz ölümge işengen bir millet. Biz ölgenden keyin misal yana bir hayatga bağlıqamiz, eg'zorlik iqror qilgan millet. Bu xil ahvolda misal anam ketdi-de, men 10 yilda 5 yil ketaman. Baribir aqlim bir barimiz, bir yaqinlik bor bizga. Shu maydonda onamiz biz uchun bedel to'ladi, biz nima ish qildik? Biz chetda yashash uchun chiqdikmi yoki biz o'g'lining bir og'zi diyamagan shu xo'rliqda, bir pinhonda bir qalbida bizga topilaydigan bir so'zlar bormi yo'qmi? Chunki ularning ro'yi sog'lom bir insonlar ular. Men ko'p davlatni ko'rgan, misal millat yo'qolib ketgan insonlar bor. Sen nari falon yerda yashaydigan. Lekin bizning xalq bunday xalq emas. Demak, men ta'sir qilgan narsa mushu bo'ldi. Allah razı olsun. Lekin jonim yo'l qo'ymadi. Sizlarga men yana so'z bermay birozdan keyin qarindishimizdan bir so'zi menga ta'sir qildi. Ya'ni deydiki qarindishimiz Uyg'ur degan bir qon bo'lgan bo'lsa bir insonda buningga sukut qilish mumkin emas deydi. Uyg'ur bo'lib qolsa shu adam. Demakki, sukut qilayotganlar Uyg'urda inshaalloh. Shuning uchun mishadikining hammalarning oilasi asosiyatdan turmida. Shuning biz Uyg'ur bo'lganligi uchun bu yerda biz qonninki qiziqligi bilan, qonning bizga bilishi bilan uningdan boshqa iymon deydigan bir narsa bor qarindoshlar. Qiyomat kuni shu savol so'roq qilinamiz. Sukut qilganlar savol so'roq qilinadi. Beshini qo'ltiqqa qisib qo'yib chiqqanlar savol so'roq qilinadi. Qurol bilan qilganlar, qalami bilan qilganlar, tablig'i bilan qilganlar hammasi savol so'roq tushidi. Hech qilmaganlarmi savol so'roq tushib buning javobini berdi. Xo'sh, men Uyg'ur yoshlar harakati bundan keyin qanday olib boramiz degan narsaga biroz yig'inchoqlansak, undan keyin hammangdan 2 minutdan so'z olaman qarindoshlar, 2 minutdan. 2 minutdan o so'z qilsanglar gapingni kesib o'tib qolaman, chunki vaqt bir yerga bo'lib qoldi. Undan keyin mana 5-fevral voqeasi, qo'lji voqeasi yetib kelyapti. Buni qanday qilamiz? Bu to'g'risida bir nim qilamiz. Shuning uchun 2 minutdan bundan keyin qanday qilamiz degan masalada avval Nijat Turg'un qarindishimga so'zni bersam, bundan keyin qanday qilsak, ya'ni qanday qilmaydi. Bugun bu ishning javobi chiqmaydi. Bugun bu ishning javobi chiqmaydi. Men yodimning bor vaqti deb qo'yay. Degan bir qarindishimiz telefon qilibdi. Telefon qilib, bu jalli, ya'ni naq maydon suhbati yaxshi bo'ladi deb butun xalq birga ko'rayotdi. deb bir shirkat borkin taqilib ketish girdog'iga berib qolgan. Bu shirkatning mahsulotini sotolmay, keyin shirkatdagi butun odamlarga shirkatning boshliq buyruq tushirib, qanday qilsak shirkatimiz taqilib qolmaydi, bu mahsulotni yaxshi sotamiz deganni nim qilgandiki, shirkatdagi bir darvozavanlik ishlaydigan necha ming kishining ichida bir darvozavan shu mahsulotni mandaq qilsak bo'ladi deb maslahat ko'rsatibdi. Shuning bilan shu shirkat shu darvozavanning maslahati bilan qaytadan jallangan, taqilib qolmoqdi ekan. Mushuni bir misolga ko'rsatdi menga. Biz Ishkiranda hozir 100 dan ortiq qarindishimiz, 130-140 qarindishimiz izlayotdi naq maydonda. Bir qancha ming qarindishimiz kirib chiqib qilyotdi. Hammaylar bundan keyin nima ish qilamiz deganga bir javob izlab boqamiz. Balkim bir darvozavandan javob chiqib qoladi. Balkim bir tozliqchidan javob chiqib qoladi. Balkim bir doktordan javob chiqib qoladi, balkim bir dehqondan javob chiqib qoladi. Shuning uchun bu yerda o'tdagan 4 odamning ustiga yuklangan bir vazifa emas. Butun Uyg'urning ustiga yuklangan bir vazifa. Mushu javobni izlayotgan, masalan, mushu Ishkironni ko'rayotgan qarindoshlar Ishkironga yozsa bo'ladi. Uyg'ur yoshlar nima ish qilish kerak deb Ishkironga yozsimi, biz buningdan bir javob topamiz.
Elbette doktorlarımız, mutaxassislarımız, stratejiya mutaxassisleri ve başka alimler, ulamalar bunun cevabını berdi. Ama hemmeyle tam birlikte, beraberlikte elip manımız bununki cevabını. Bunun için bundan keyin nima ish qilamiz degan masalada 2 minutdan söz qilsanglar, Nijat qarindishim siz boshlab bersangiz. Ali'nin söz var mı kardeşimiz? Ali'ga men sizdan keyin söz beraman. Aha, tamam. Gapni men aytgan nimaga xulosalay, menimcha bir shu nuqtaga yig'inchoqlik qildim onasini. Aldı bilan buni tushunish kerak bu da'voning nimasini. Ya'ni tushunish desam bu da'vo, tushunish deganimiz yine bu bir nima da'vo? Bu bir o'ynaydigan o'yinchiqmi yoki bu bir haq naqniki, haq bilan botilniki bir da'vosimi? Bu jihatdan tushunish kerak. Bu yoki inson haqida emasmi yoki bir mustaqil davlatni qo'limizga o'zimizning haqli bo'lgan zaminimizni qaytarib olishmi? Buni yaxshi tushunish kerak. Bu o'yinchiq emas. Buning bosh qo'ygan odam buni yaxshi tushunish kerak deb qarayman yoshlar. Ikkinchi narsa, tushungandan keyin o'z-o'zini tarbiyalash kerak deyman. To'xtovsiz har qaysi jihatdan qo'li nimaga kelsa, qaysi jihatdan sharoiti bo'lsa, buni tarbiyalab o'z-o'zini uzluksiz tarbiyalash kerak va uchinchisi va bu da'voni xizmat qilish kerak va taqitish kerak va buningga da'vosiga odam qo'shish kerak. Chunki ish birlikda ömrlik bilan ko'paydi, kuchaydi. Shunga bu 3 nuqtaga yig'inchoqlab yoshlar bu 3 nuqtai nazar bilan ish qilish kerak deyman. Rahmat. Allah razı bo'lsin sizdan. 3 nuqtaga yig'inchoqlab berdik inshaalloh. Buningdan keyingi suhbatlarda yana nurg'un nuqtalarni yig'inchoqlab oxirida inshaalloh biz bu zulmdan qutuldigandan keyin javobini inshaalloh Allohning yordami bilan mumkin topamiz. Men Ali qarindishimizga Belgiyadan qaytildi. Bu qarindishimiz ikramga chiqmagan, ammo men chiqay dedi. Ya'ni maqsad bu ikramga chiqish emas, balki haqiqatni shu so'zlash va bu Qur'onni qo'lga ilib xalqaroga, dunyoga, Xitoyga itish qarindoshlar. Buning uchun ikramninki, kameraninki muhimligini cho'qim bilishimiz kerak inshaalloh. Ali qarindishim, bundan keyin nima ish qilsak, ya'ni sizin bir xizmat qilayotgan kishi Belgiyada shu yerda ma'rif ishlari bilan shug'ullanyapsiz. Nima ish qilsak yaxshi bo'ladi? Bu to'g'risida sizning so'zingiz bor. Assalomu alaykum qarindoshlar. Rahmat, nihoyat yaxshi bilan savol bo'ldi. Endi yoshlarga nisbatan nima ish qilish kerak degan savolni o'z-o'zimizga qo'yib turish nihoyat yaxshi bir ish endi. Hozir qadar nima ish qilish kerak degan savolni qayrindishimiz degandek 3 nuqta yig'inchoqildi. Men bu bir 3 nuqta yig'inchoqilsam, buniki oldi bilan yoshlar asosan tilni yaxshi biladi. Yerlik tillarni yoki ingliz tillarini, turk tillarini, ana tillarini degandek tillarni yaxshi biladi. Shuningdan foydalanish asosida qo'ldan kelishicha yuqori darajada o'ziniki tirishchiligini ko'rsatib, aktiv bo'lsa safarbarlik qilib, atrofdagi xalqlarga bo'lmash Uyg'ur deganiki nima ekanligini bir uqumni birinchi anglatish kerak deb o'ylayman. Chunki atrofda bo'lmash Yevropa, Amerika kanallarida Turkiyadan ovoz chiqadi-da, shuning ovozini chiqaramiz. Davom qilavering Alijon. Uqumni ham shu oldinda yerliklarga bir masalan tashviqot varib taqalsaq bo'ldi. Qisqacha ham Uyg'ur degan kim bu? Uyg'ur degan yashaydi. Qanaqa deganda ko'chiq chiqib taqalsaq bo'ladi qonuniy shaklda. Ondan tanarkat faoliyati masalan qisqarlik deganda u shaklni qilsak bo'ladi. Biz o'zimizning bayroqlarni ko'tarib yurgansak bo'ladi. Kiyimlarimiz yer yoshlar o'qiydi. Manlarda tashviqot varaqlarini qo'yib qo'ysak bo'ladi. Shu orqali millatni hamda shundoq qarvatgan zulmni sizlar anlatdi. Nuqullar bu qanday kimdan so'rab qo'ydi Alloh. Adamning milliy urug'iga ketdi o'sha. Toshkentdan vaqtda farzandlarimizga o'zimizning kim milliy urug'ini tushuntirsak, chunki vatandan ayirib yashayotdi tug'ilgan farzandlarimiz. Ularning diniy kimlik bilan Uyg'ur milliy kimligini tarbiyasini birga etmoq nihoyat muhim. Bolalarimizni turgan faoliyatlarni olib berish, ularga Uyg'ur tafakkur qilishga va shu Uyg'ur madaniyatini nihoyat yaxshi bo'ldi, yordam bo'ldi deb qarayman.
Uyghur adaşlar bilen ular bilen adaşlar yerlik sağlaştırılan emas, belki bu daha içinde Uygurlar bilen, Uygur aileler, Uygur adaşlar bilen birlikte özümüzün en önemli Uygurların oyunlarını şu arkalı bir Uygurca tefekkür kıladigan bir Müslümanlar tunutuz. Şu ballar arkalı tutsak mı mekteplerge malga bence Uygur malga mandak kılma. Yazadını hazır benim kelbisi tanım mandak mektepli alışar mariftin bu Uygurca mandak oldu. Çünkü bizim mektepler okusar kılıp özgürler müellik olmasın şu Uygurlikte mesela milyon ballar mektep. Fakat sonra bunun memes turuş gap söz şirket hemmisi özünün başlamışı, özünün Uygurluk gurur, vicdan hemmisiga nayt muhim bir mesele bo'lg'achqa bunga shu farzandlarimizni bir yaxshi shaklda bo'lsamiz Uygurcha tafakkur qilgan shaklda tarbiyalash nayt muhim endi. Allah razı olsun Alican. Allah razı olsun. Birazdan keyin yana söz berman. Men so'zni Sirojdanga bersam, bir tadbisiyotgan ovoz kirib bordi. Shunga mashg'ulotni qaysimiz qilyapmiz, menga bir ovoz kelyapti. Qat'iy ovoz chiqarmasanglar qarindoshlar. Sirojdan qarindishim. Sizga so'zni berdim. Tamam. Rahmat. Biz endi qanday qilishimiz kerak degan bu savol kelganda boya Nijat qarindishimizmi, bizmi nayt yaxshi kuchlik planni qo'yanda yaxshi bir o'nchaq so'zladi. Alijon imizmi yaxshi so'zladi deb to'g'ri. Endi bu siz o'zingizmi da'vatsiz, Husayn Tajalli ustoz. O'zingizmi da'vatsiz ustoz. Endi bu shu biz eng yaxshi qurolimiz hozirgi vaziyatga shu ekran yuzi Xitoyga bo'lgan eng cho'ng qurol shu qarshi turgan qurol shu tashviqot yuzi ekran yuzi da'vatsiz. Ama buni qo'llayman ustoz. Endi biz shu tashviqotni ching tutishimiz kerak. Tashviqotni ching tutishimiz kerak. Buningga ko'ngil bilishimiz kerak. Uyg'otadigan butun dunyodagi Uyg'urni uyg'otadigan va xalqaroni uyg'otadigan birdan bir qurolimiz tashviqot. Shuning uchun biz tashviqotni ching tutishimiz kerak. Tashviqotga pul xarjlashimiz kerak. Iqtisod to'plashimiz kerak. Tashviqotga. Shuning uchun bu tashviqot to'g'rimi ko'p yig'inlarni etishimiz kerak. O'zaro muzokara yig'inlarda, munozaralarda. Tashviqot qanday ko'ngil berish to'g'rida birlik kelishimiz kerak. Shuning bilan birga oilasida hozir hammasini qo'lida telefon bor, radio bor, televiziya bor, kompyuter bor. Bolalarimizni, yoshlarni bu shu hozir Istiqlol televiziyasi, Erkin Asiya radiosi, Istiqlol televiziyasi va radiosi, Uyg'ur Nidosi radiosi, Sharqiy Turkiston informatsion markazi Germaniyadagi. Bu 4-5 turlik shu radio televiziyamiz bor endi chet elda. Shuni qanchalik odam anglayapti, qanchalik yoshlar anglayapti. Shu xabarlarni jafo tortib ishlayapti shu radio, shu televiziyalar, shu tashviqot vositalari, shu to'rbaklar, shu gazetlarni, shu xabarlarni jafo mushaqqatli, hatto iqtisodsiz, muoshsiz ba'zan tashviqot vositalari, ba'zan radiolar iqtisodsiz, muoshsiz vijdoni bilan, iymoni bilan ishlayapti. İmanı, vicdanı bilan yizyapti. Haqsiz yuz beryapti. Millatimni qutqizmanda. Rahmat shularga. Ama shunda jafoni ishiga xabarni anglayotgan yoshlarimiz qanchalik? Nimishqa anglamaysizlar? Sizlar shuncha aldirashmi ya? To'g'ri. Rahmat shu aldirashlarga. Bu derlik xalqqa o'zimizni tirishchan, aqlli
tirishchan, jasoratli ko'rsatganimiz yaxshi. Biz o'zimizda shundoq jasoratli, shundoq tartibli kiyim-kechaklarni pokiz kiyib ishga berib, o'qishga berib kelib, anandaki Uyg'ur degan bir ajoyib bir go'zal madaniyatli, xushbiroq, adabli, axloqli ajoyib bir millatga bu bir sifatli bir millatga deydi, nima deydi bu odam adlikin olmaydi. Allah razı olsun. Rahmet şudağa. Ama bu yaşlarıma onunla dikkat kılıyorlar. Lekin bak teşvikat vasıfları boğan, radyo, televizyon, folber, Facebook, WhatsApp, nimi kılavadı da tayin yok. Yüzümüzde ziyafetli, pino, yani bu hatırcam oturup pino kursuğa vaktimiz zaten mutlaka boğanı bu. Hatırcam tutketken bizge külükki yaraşkan çağda hakik külümsürgende içimizden çıkıp külümsürgende anandaki hatırcam oturup bir biz okuyorsak, kompüter oyuncusak, hal animini görsek bulunur. Hazırca vatanlık kadar tüzüme, nim bulavatını dünyada. Bilişim gerek, ıkışım gerek, meğer onda oldu. Mağında, vatanımda bunda oldu. Yaşlar bunda ekim çıktı. Anda işki ezasını ilattı, mançılık kırıptı. Açtı, bürge baktı, toktaptı dep. Nımızdan yerini işlemeydiğen mi uyguladı şu vakıda. Mesut ketken bu. Tahtlik kurmuşlarına, hatırcam kurmuşlarına mesut ketkenler mi uyguladı. Toktaptı hemen bunda. Tahtlik yoğun bile ayadı. Kalkım kanının işirken koydu. Şunu anlımız kanda uyguladı. Şunu nimedir anlaydı. Teşvikat vasıflarını anlaydı. Şunun için biz teşvikat işimiz gerek. Yaşlarda, ballarımızda şunu anlaşma tavsiye etmemiz gerek. Balam anlıkın. Kuyap verişimiz gerek. Bilmeyenlerge kuyanmaydılar bak. Hemen nerede bilmeydiler bak. Tamam bu da bunlar karaymet bu da. Bilmez, eğitmemez, sormaz eğit. Sorusun. Kayarını basıma telefonu, kompüterini kayarını basıma, ahirlerini kanda tapıma. Gidip görsün. Allah razı olsun. Kardeşimiz, Allah rahmet kılsın. Teşviqatga alaydı küçaş gerek dep Sırajdan kardeşimiz bir meseleni oturup koygan oldu. Necat kardeşimiz üç noktaga hazırladı. Elican hizmet kardeşimiz ma'arif sahasida bola tarbiyalash bo'libmi? Şu medeniyet yani kültür medeniyet milli medeniyetni qo'zg'atishninki muhimligini dedi. Allah razı olsun emeğinden. Aldığımızda ikinci ayının 5'i fevral vakası kelyapti. Bu to'g'risida ayrim bir programma qilayli deyishibdik, ammo ulgurmaydigan o'xshaymiz. Bu ikinci ayının 5'i fevral vakasida har qaysi davlatlarda qandaq bir holat bo'ladi, bunga bir tashkilotlar tayyorlik qilyapti. Biz nima ish qilyapmiz? Bu to'g'risida biz ham boshqa tashkilotlar bilan hozir bu yerda hozir bo'lmaganlik uchun jinas demaymiz, ammo hozir bo'lganlar. Masalan, G'ayri Qurban qarindishimiz Necat, Sirajdan qarindishimiz Norvegiyada nima ish bo'lmoqchi, Germaniyada bir namoyish tashkillandimi, Shvetsiyada nima ish bo'lmoqchi, shu to'g'risida nayt qisqa bir tushuncha berib o'tsanglar, oldi bilan G'ayurni so'zga bersam, undan keyin boshqalarni qo'ysak, programmani oyoqlashtirsak. Albatta, her yili bo'lib atqandek dunyo qurultayim shu vatanimizniki yaqin zaman tarixida bo'lib kelayotgan shu bir vaqasiga o'xshash muhim voqealarni xotirlab shu orqali xalqimizda shu milliy ruhlanki urg'ishi va shu ishimizda o'tgan mush fojialarni unutilib qolmasligi, shu orqali o'zimizniki milliy davoyimizniki davomli yurilishi uchun qo'ldan kelgan tirishchilikni ko'rsatyapti va shu butun dunyodagi dunyo qurultayga a'zo bo'lgan tashkilotlarga chaqiriqlarni qavatadi. Shu qurultayga hurmatga chaqiriqlar e'lon qilindi va undan boshqa shu Germaniyani misol keltirsak, shu nimada namoyish tayyorlikni qilyapti. Undan boshqa shu shahidlarni xotirlash faoliyati bo'lmoqchi xudoyim bilsa. Germaniyani avvalda bilsak, albatta boshqa tarafdagi tashkilotlardagi o'xshash faoliyatlarni yetkazishga da'vat qilyapmiz. Ularning o'zi juda tayyorlik qiladi deb o'ylayman. Shvetsiyadan ijod so'zlab qanday faoliyatlar ulashtirdi. Ular Germaniyadagi faoliyatlar shunchalik. Allah razı olsun. Necat Shvetsiyada bu 2. aydan 5 uchun qanday bir
hareketlilik barmı yoki hiç çıkmamışlar bunu bir oturup koysanız. Albatta bu namoyishning bo'lishi bu xuddilik Parijda bo'lib ketgandek bu tashkilotlar buni albatta qilish kerak. Bizda necha namoyishni Boshqondaryoning isiga 5 namoyish vaqtida bo'ldi. Vatandoshlar turdi. Shuning bilan birga yana shu 5 fevral haqqasini buning tarixiy ahamiyatini o'sha yerda yetilayotgan yosh o'smirlarga buni tushuntirish, buning ahamiyatini, tarixda o'ynagan rolini shaxsan da'vatimiz. Buni cho'nglar ko'pchilikka aslash va bunun tarihi ekmeğini ve yaşlara düşendiriş bu beklayış mühim bir hizmetten birisi. Bunun mu tayarlık hizmetini kılıvatımız inşallah bu doğruluklu bir faaliyet olmakta aldığımızda hem namayış ve aldığımızda bir yığılışlayım kılıp bunu bir hatırlaşmayı istedim. Allah razı olsun. El yakınışım hazır Belgiyada Uygurlarning sani gündük güngə avadı yakından biri Belgiya kilovatqanlarım xeyli köp. Bu yerda mesela namayış doğruluk hazır xabar alınmadık. Bombaydı deyimiz elbette. Yani uçuk şekilde biz xalqqa nerede nemiş bo'layotganligini deyishni nima qilib zaten bu maxfiy bir iş emas namoyishning ishlari. Bu to'g'risi Belgiyada bir o'zingiz anglagan va yoki bir tashkillagan ishlar bormi yo'qmi buni qisqacha deb bersangiz. Bir namoyish faoliyati ba'zi to'plarda bu namoyish faoliyati 5-slar dushanba olib ishlarimiz Rasul shahrida g'ambilik berilg'usi. İnşallah. Allah razı olsun. Allah emniyonda razı olsun qarindoshlar. Sirojning qarindishim sizning bununki Norvegiyada bir hareketlilik var mı, bir tayyorlik var mı to'g'risi anladınız mı, bildiniz mi? Bu ishqilib erjilik bu Norvegiyadagi Uyghur tashkilotlar aktiv canlıq bilan namoyish faoliyati olib beryapti. Yaqinda yana yaxshi bir planlarni tuzyapti. Bu namoyishni qanday holatda akbarganlık doğruluk mu şu 5. fevral namayişine yoki shanba mı yakshanba mı qanday bir vaqtga bir to'g'irlab shu chislaga to'g'irlab qiladiganning bir unumlik bir ahamiyatlik bir cho'ng gibi inşallah bir yaxshi bir namoyish bo'ladi deb o'ylayman. Bunun nisbatan ciddi qarayapti Norvegiya tashkilot rahbarlari bu. Shuni yaqinda yana biz yani söhbetleşimiz bu doğruluk Norvegiyanınki teşkilat rehberleri bilen bir arı kelimiz bu doğruluk yani paranlaşımız şu qarindoshlarimiz bilen qanday hep beriş doğruluk bunun erjile ve hareketimlik namayışta cemaatlik aktifçilik bilen çıkıvatdı Norvegiyada mı uyguluş zor. Allah razı olsun. Allah rahmet kılsın qarindoshlar. Bugün ait yaxshi bir sohbet ilib bordik. Elbette bu bir başlanış. Bazı gap so'zlarimizni balkim to'g'ri tomoshabinlar anglayolmagan bo'lishi mumkin, ba'zini anglagan bo'lishi mumkin. Vaqt munosabati bilan ba'zi so'zlarni kesib o'tib qolib qoldim, uni kechirsizlar. Bu bizning bugungi sohbatimizning yana bir temasi bo'lgan mazlumlar kompaniyasi deb shu yani mazlumlarni qutqizish uchun aslında bizning Sharq Turkistonda bizningki xalqimiz asosan ko'pinchilarimizning oilasi zulm uchrab ketib bordi. Buning ichida Abdurahmon qarindishimiz buning shohidi o'zi o'tirg'i chiqib nim qildi. Ham buning nurg'un qarindoshlar buni bir nim qilsaq, buning bir xabarini ilib buni yetarlik tashkilotlarga bersak, masalan Dünya Uyghur Qurultayiningki başçılık qilsin bo'ldi yoki ulamolar birligi başçılık qilsin bo'ldi. Başçılık qilib buningga yoki ma'rif derneklarimiz başçılık qilsin bo'ldi. Mushu Abdurahmon qarindishimizga o'xshagan oilasi turmidagi qarindoshlar bir nima boshlatmoqchi. Ya'ni ism bilan ya'ni o'rinni bersa biz buni tuplab, to'plab mushu yuqori organlarga paket şekilde ko'rsatib xuddi To'lqin Ayso apandim o'tgan programmada o'tib ketgan bu hozir necha ming odam qaqshab yig'lab voy
urug' tuqqanim turmadi ekan deydi, ammo birisining ismi yo'q, birisining adresi yo'q. Bu xalqarodagi qog'oz bilan mangadigan bir ish, paket bilan mangadigan ish. Dedi shuning uchun shu agar bitta urug' tuqqanlari turmadi bo'lgan qarindoshlar ism adresini bersa, biz buni chuqur tashkilotlarga yo'llab, xalqaro lobbichilikda buni isbot qilib ko'rsatib, Xitoyga besim paydo qilamiz xalqarodan. Sen mancha ming odamni, mancha yuz odamni mana turmoq tutibsan-ku. Manchilik odam o'libdi, manchilik odam mana Abdurahmon degan qarindishimiz manda da'dido bu qanday gap? Bu kim o, nerede mana odamni topgan deb ayni zamonda 5-yil voqeasida Fatima onamizni xalqarodan besim qilib yurib, doktorxonada davolab, saqaytib qo'yib bergizgan Xitoyga. Bugun dunyoda o'zini kuchli da'vatgan Xitoyga besim bilan o'sha onamizni qo'yib o'tishga nim qilgan. Bundan keyin bir qancha qitimliq besimlarda bir qancha qarindoshlarimiz qo'yib o'tildi, oilalari yengilletildi masalan. Buning uchun xalqaro besim paydo qilishimiz kerak Xitoyga nisbatan. Sen ma odamni mandaq jazolab o'tibsiz deb. Xalqaroning qishig'i borgandan keyin raislar berib Sharq Turkistonda manda zulm bo'ladi desa, o'liqib o zulmning qini, rasmi qini deydi. Kim zulm tatib ismi qini deydi. İsim yo'q, rasm yo'q, adresi yo'q. Unda bo'lsa biz uni bilmaymiz deydi. Buning uchun masalan Arakandagi zulmni butun dunyo videolar orqali ko'ryapti. Darhol Turkiya Arakonga tuchar aeroplan yuvatdi. Uningdan keyin o'zining normal puxra aeroplanini yuvatdi. Yemek to'shidi, xalqarodan besim qildi. Qilib nurg'un odamlarga bir chiqish yo'lini izdidi xalqarochi. Ammo bizning Sharq Turkistonimizda zulm bor, ammo hech qanday xalqaro besim yo'q. Nimishqa? Adam yo'q, ism yo'q, adresi yo'q. Zulmning rasmi yo'q, videosi yo'q. Bunda bo'lgandan keyin biz bunga nisbatan yetarlik besim paydo qilolmayapmiz. Uning uchun mush kompaniyani boshlatamiz. Ailesi turmadi qarindoshlar biz bilan aloqa qilishib, ismini bersa, biz buni qattiq maxfiyatlik bilan yuqori o'rinlarga sunib, manchilik adam mana bu yerda turmada, manchilik adam doktorxonada, manchilik adam o'lib ketdi, manchilik adam mana qiyin qistoqda deb paket ko'rsatsak, xalqaro Xitoyga besim paydo qiladi. Chunki Xitoy hozir yo'g'inab men imperiya bo'laman deyotgan bu mezgilda xalqaro Xitoyni unda qo'yib bermaydi. Yo'q, sen jim tutug'in deydi. Buning uchun biz ittifoqdosh davlatlar bilan birlashib turib Xitoyga besim qilishimiz kerak qarindoshlar. Buning uchun so'zni qisqartsam, ashunda qarindoshlar bo'lsa, bizga aloqa qilishib, shu ism bersa, biz buni arxiv qilib, qattiq maxfiyatlikni saqlash asosida nim qilamiz. Bugun bir qarindishimiz naq maydonga telefon bilan o'linib, o'ziningki bir qancha urug' tuqqanninki turmush ekanligini pash qilmoqchi edi, ya'ni jamoatga uni nim qilmoqchi edi. O qarindishimiz bilan men hozir herhalde WhatsAppda aloqa qilishaman. Agar o qarindishimiz ovozimni anglayotgan bo'lsa, menga telefon qilsa bo'ladi. Ovozimni anglayotgan bo'lsa, telefon qilsa bo'ladi. Naq maydonda menga telefon qilib chunki tunigun bugunning yog'i Abdurahmon qarindishimizdan nima ilib, destek ilib, qarindoshlardan hozir men bugun 4 qarindishim men bilan aloqalashdi. 4 qarindishim men bilan aloqalashdi. Bular mening oilasi turmadi ekan. Buni qanday qilamiz dedi. Alloh xolisi buni maslahatlashimiz dedik. Mana shunday qarindoshlarimiz chiqibdi. Men o'zim telefon ichib boqay bu qarindishimizga. Men shu programmadan foydalanib, men nimani oshkorlayman degan edi. Uningdan keyin men Sirojdan qarindishimizga va boshqalarga oxirgi so'zinglarni berib, programmani taqayman. Assalomu alaykum qarindishim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hozir siz naq maydonga bog'landingiz. Sizning urug' tuqqanlaringiz turmadi ekan. Buni xalqaroga men oshkorlayman. Butun Uyg'ur xalqiga hatto xalqaroga oshkorlayman deb menga inkos qilgandan keyin men hozir sizning shu jalli naq maydonga o'lidim hozir. Siz urug' tuqqanlar qanday bir besim ostida turibdi, buni qisqacha bizga tushuntirib qo'ysangiz bo'ladi hozir. Bu ishni boshlagan vaqtida eng 5-ni tuqqandan boshlasam bo'ladi. Xo'sh. Tuqqan men birinchi mushu chetelga inib chiqqandan keyin tuqqan tutib ketdi. Ketib 8 oy o'sharoq turma deyapti. Meni yenib kelmasam tuqqan otimiz degandek. Shular men yenib kelmayman,
deb ma hükümet bilan birleşip besim qilgan ayağı Afganni qaytarib qo'yadi. Gerçi əsirlik xizmət orunu qaytarmagan bolsa-mı, yanlarında normal turmuş keçirdi deb qarab şuna xuşal oldum. Afgan bilan arada paranlaşdım 7 yıl burun. Afgan'a bakas sen xatircam bol, men hazır yaxşı. Sen qaytib kelme. Sen aşı bizning o'rnimizda bizning o'rnimizda kuch qo'sh dedi. Xo'sh. Kuch qo'shib kelyapman. Allah razı olsun. Bundan 5-6 ay ilgari ya 7 ay oldu. Anam bilan öyküller normal paranlaşıyotgan. Xo'sh. Tuyuqsiz telefon berdim. Telefon bergandiki anam bundan keyin balam men bilan telefon so'zlashmaganda men telefonni qo'yaverdi. Mana shu meniki uydagilar eng oxirgi paranlaşishim bo'la qoldi. Shundan keyin anam çünkü akam Afgan'dan hiç qanday xabar bo'lmadi. Hatta bolalar o'g'irlik hech qanday xabar olmadi. Hemen şuna küçük baktım, küçük ama ahir bunun haberini tuttum. 3 ay, 4 ay burun. Hoş. Anam bilen ikinci akam şu terbiyeleş kursu deyken. Çoğu akam bilen Afgan turmanın özü deyken. Yani çoğu akımız öyle Afgan'ımız turmada. Yani bir aileden 4 kişi Xitay'dan qoladi. Benim bildiğim, benim Avrupa ayağımın iğnesi mi turmada? Hem Türkiye'ye berip kayıtkanlık uçundan 9 yıllık resmi kesti bunu. Yani Türkiye'ye berip gelgenlik üçün yoki bir chetga chiqib kirganlik üçün 9 yıl turma qaldi degan gap. Turma qaldi. Bundan başka akamninki şu vaqtda uquşum boyunca akamning qizinin yoldaşı akamning kuyovnimi hem turmada. Şu akamninki çoğu akamning tüpelidirmiş. Endiki demek akamning çoğu kızı hazır onu söylerken özünün büyüdü qaytırlık. Yani çoğu akımızdan tüpeyildin onun inisini mi turma qaldi? Kuyovnimi. Kuyovnimi. Yani başka deydiğallarınız var mı? Bundan nahayet gazeplendim, bazı bir işini qılay dedim. Lekin fakat saqlashga mecbur oldum. Ben her kaçan, her zaman dünya yoğurt kurulduğunki çakırıklı avaz koşular. Bir çakırık bilen eğer lazım olsa yerimde bir daha kılım. Allah razı olsun. Sözünüz tügüdü mü? Tügüdü. Allah razı olsun. Kardeşim qağınını naq meydandan görseniz buludu. Sözünü anlap öttünler mınla. Cinimni pida qilma dedi. Xalqning g'azibi taşdı, qarindoshlarımızın g'azibi taşdı. Abdurahman qarindishimizning g'azibi teshib fikranga chiqdi. Bu qarindishimizmi deydi. Men jinimni pida qilma deydi. Demak ki canni pida qildiganlar har yerdan chiqib o'tadi inshaalloh. Bundan keyin taxim chiqsa. Endi men hozir biznesim diyemedim. Qarindishimiz ko'zi ish qilib o'tadi. Yani g'azab teshibdi xalqda. İnşallah Xitayni biz pat fursatda xalqaro besim bilan o'zimizning iymoni bilan Sharq Turkiston xalqininki partilishi bilan inshaalloh biz ustidan g'olib kelamiz deb tushunman Alloh xolisa. Men so'zni Sirajiddin Fatih qarindishimga beray. Oxirgi so'zni qilsin, ammo 2 minut. Undan keyin boshqalarning oxirgi so'zini olib programmani taqaymiz. Rahmat. Mushundaq xabarlar mana haqiqiy naq maydon xabar bo'ldi. Bu qarindishimizga Alloh razı olsun. Bu qarindishimizdan haqiqiy yuragidagi dardini butun jamoat bilan o'rtoqlashdi. Qalbidagi gapni butun muajirat yashayotgan Uyg'urlarga davoldi. O'zini rahat his qilib qoldi. O'zining vijdoniga, o'zining imaniga yuz kelardi. Allah'a yüz kilerdi. Nurgulluğa kırındaşlarımız var hazır. Türkiye'de yaşavattı, Avrupa'da yaşavattı, Avustralya'da, Kanada, Amerika'da yaşavattı.
Ama içindeki gapni diyemeyapti. Dunyoga diyemeyapti. Tehdit telefonlar kelyapti. Shularga anasani ivatda xuddi Xitoyning bir davlatidek, o'zining davlatidek, o'zining fuqarosidek anasani ivatda, manasani ivatda, ani kopiya qilib ivatda, pasportini kopiya qilib ivatda, kimlikni kopiya qilib ivatda, adresini ivatda, ani ivatda, telefon nomerini mani ivatda, Facebook bütün hammani so'radi. 2-3 kunning oldida aslında nimani ivatda deb bir qarindishimiz bir singlimimiz yig'lab men qanday qilib aka deb dir oshkorlang bütün dunyoga o'shaning qonuniga oshkorlang shu turishlik davlatningki inson huquqlari kishilik huquq organlariga kirib va dardingiz agar yani ishkin topolmasangiz adresini topolmasangiz shu davlat turishlik tashkilot rahbarlariga va aktiv faoliyatchilarga ya şu aktif faaliyetler sunumsunuz. Aktif faaliyetler sunuyduğun sunuşturğudan şu sunuşturğusunu baştan apatı şularını aldığa. Herkes bu bir tal nesini kopya kılıp ivet vergan bolsunuz. Bu çatak çıktı sizden. Şiyanın istihbaratı ve sakçıları sizni sorak kıldı. Nimi dep şu kopya verirse bak bizden devletten sana belgen mi? Kimlikki mavu ya ki yeşil kartisi sen nimi dep ya ivet ben kim sana ruhsat kıldı ivet verişke Xitayga senin derdini anlap bütün dünyada jığın içip bundak kılıvatımız, gulgul kozgavatımız, köngül buluvatımız seni endi kopap sen onu kopya kılıp ivet versen biz nim budumuz bir yerde bizden senin derdini mayakek soravatımız ahirini sormadık ise oturduk aşağı. Allah razı olsun kardeşim. Kopya kılıp vermemde. Allah razı olsun. Kopya emsun. Bütün dünya Uygurlarga ve Uygur yaşlarına deymen. Korkmanglar. Ular işimi kılanmaydı. İdilirem, sınırlarım. İşim kılanmaydı sizlerini. Kopya kılıp vermanglar. Onda uçturunu yetkizmanglar ularga. Telefonda bişir, bicat da bak jüyütünler kulak değil. Unut kaldırırlarını, atalarını Allah'a tapşırırlar. Andır muhaciretki, bak ot yürek. Bak milli rehberlerimizi tapşırırlar. Aktif faaliyetçiler tapşırıyorlar, halkara cemiyeti tapşırıyorlar. Biz sebebini biz kılımız meyada muhaciretke, inkılapçılar, faaliyetçiler, andın var rehberler, her bir devletke, rehberlerlikke yenisi bulunlar. Allah razı olsun. Tut bulunlar. Meyli Türkiye ulandı, Amerika ulandı, Avustralya, Kanada ulandı, Avrupa ulandı. Aşık şu yerdeki teşkilatları yıkın dururlar. Şularını desteklerler. Şularını, ulanı insan, ulanı çarçaydı. Ulanın tutanmaya kaldığı yeri bulundu. Yaxşı mesleklerini verirler. Allah razı olsun. Aklınlar bilen yaxşı meslek verirler. Ulanın rencimenler, meslek verirler, desteklerler verirler. Allah razı olsun kardeşim. Allah rahmet kıyısın. Vaktimin asli kalbimiz deydiğin gibimiz bekcek vakit münasebeti bilen müşahede ayaklaştırışkı mecburmen. Birazdan aldı kardeşimiz dedi telefonda. Akamni 7 yılning oldida akir ketgan vaqtida meni vatanga qaytib chiqib ketsa deb besim qildi. Men shu yer turishliq hukumat bilan birlashib Xitoyga besim qilib akamni turmushdan chiqtirdim dedi. Ma videoni qaytadan ko'rsanglar shunday kelib chiqdi. Ashundaq besim qilayotgan bo'lsa biz ma'vu ittifoqdosh davlatlar bilan, hukumatlar bilan ittifoqlashib biz Xitoyga besim qilib ashundaq turmada, ashundaq qiyin qisqa qolgan Abdurahmon qarindishimizning onasiga o'xshagandek Muşunda haletdeki anılarımızı biz turmadan ilip çıkıdığında ispat lazım ve ispatını dünyaya göz tuturup Xitayga besim kılıp anılı yaxşı bir çıkış yolu ve kurtuldurulmasa olmaydı siz dostlar. Ve başka qarindoshlarga 1 minutdan ağır sözler olsa sözlerni desanglar hazır programmani müşahede ayaqlashtirsak inşallah kelgusi zamonlarda yana sözümüzün ahırını qilamiz. Deydigan sözünglar bo'lsa, desanglar o'tirib qo'ysanglar bo'ldi qarindosh. Men bir kichkina bir gap qilay. Bo'ladi. So'z dedi. Menimki shu ekran orqali ko'rmanlarga demoqchi bo'lgan shunda bir yurak so'zim bor. U o'zimi ishonchimizni yo'qotmaydi bular yoshlar.
ishonchimizni yo'qotsak bo'lmaydi. Chunki ishonch yo'q bo'lgandan keyin hamma narsa tugaydigan gap. Albatta biz mayli iqtisodiy, ijtimoiy, askariy va har qanday jihatdan qaraydigan bo'lsak, Xitoy shu qadar bizning gigantdek, shunday kuchlikdek bilimda. Demasam, butun dunyoda bizdan boshqa Xitoydan qo'rqadiganlar yo'q bo'lsa kerak balki. Kechizda ta'tiraf qoldi gapim. Bizdan boshqa Xitoydan qo'rqmaydiganlar bo'lmasa kerak. Ashning o'zi bizningki qanchalik kuchli ekanligimizdan direkt turdi. Mayli bu islom, mayli diniy nuqtai nazardan chiqish aytaylik yoki bo'lmasa shu dunyo tarixidagi taraqqiyotni chiqish aytaylik, biz bir dinamik bir dunyoda yashayapmiz. Dunyoda o'zgarmaydigan hech bir narsa yo'q. Ayning 15 kuchli, ayningki kunning 15 kunduz bo'lsa 15 qorong'u degan gap. Shuning uchun bu yerda buningdan umidsiz ketishga qat'iy bo'lmaydi. Tarixning chaqib cho'kilgandagidek Xitoyning bugun Xitoyning kuni bo'lgan bo'lsa, balki erta bizningki o'zimizdan parlaq kelgisi bo'lishi mumkin. Bu demoqchi bo'lgan birinchi nuqta. Ishonchimizni yo'qotmasak deyman. Bir. Ikkinchidan, shu Xitoy bilan kuch sinashishda bizningki kuchlik bo'lmaganda eng kuchli ikki narsamiz bor. Birisi bizdagi iymon, yaratuvchimizningki bo'lgan iymon e'tiqod, ishonch, Allohning yordami bo'lgan ishonch va iymonimiz. Bizim ikkinchisi bu farosat. Aql farosat. Xitoy hamma narsa bizni yengalishi mumkin, lekin aql farosati bizni yengalishni ataydi. Bu bo'lmaganda biz Xitoy bilan kuchlasha oladigan raqobat kuchlasha oladigan muhim nuqtalarimizdan birisi deb o'ylayman. Shuning uchun shu aql farosatimizni ishlatib, qanday vaqtida Xitoyning dushmanniki kuchlik yeriga, dushmanning kuchlik yeriga urushdan keyin 9 jang bir jang degan gap bor. Dushmanniki kuchlik yeriga emas, uning ojiz nuqtasiga hujum qilgan. Shuning uchun biz bu yerda aql farosatimizni ishlasak, qilayotgan butun xizmatlarimizda. Ikkinchisi. Uchinchisi, yoshlarimiz kundagi ota-onalardan direkt turdi. Albatta biz bu yerda vatanning ichidagi nima degan taqdirda vatanning tishida agar o'zimizni saqlab qolamisak, bizning davoyimiz bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda bo'layotgan yoshlar va ilm farzandlar bo'lganlar bo'lishi mumkin va bundagi farzandlik bo'lib ota-onalar bo'lganlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun bu yerdagi eng chong davoning birisi o'zimizni saqlab qolishdir. Bu yerda degandagidek biz bu yerda qalqirab yana qo'limizga kelganini qilib, oqibatda biz farzandlarimizdan ayrilib qolib qolsak, u davoni bu mashalani epirdigan odam bo'lmay qolib qolsa, bu ish yana oqibatda mag'lub bo'ladi. Shuning uchun 3 nuqtani tavsiya qilib ketdik rahmat. Allah razı olsun. Necat qarindishim, oxirgi so'zingiz bormi? Oxirgi so'zimni men qisqalab oxirlashtiray. Ya'ni bir rahbarimiz degan so'z bor, millat o'qit emas, millat chiqib ketadi. Ya'ni bu so'z yana har bir millatning partisi bo'lgan har bir xalqimizning har bir nafas olgan Uyg'urdan, Sharq Turkiston xalqidan bedel to'lashni talab qildi. Bu bedel yolg'iz bir necha odamga, bir necha rahbarimiz bilan talab qilingan chiqqan narsa emas. Bu zambilni hammaylar ko'tarish kerak. 7 yoshdan 70 yoshgacha hammaylar qo'limizdan kelishicha har qaysi sohada o'yga tiqinib emas, hammamiz bedel to'laganda bu ishqa aslimizni qo'shgan chog'da hal bo'ladigan narsa. Shu hammaylar buningga aslimizni qo'shaylik. Aslimizni qo'shgan chog'da inshaalloh Alloh bizga vatanimizni qaytarib beradi va biz vatanimizni cho'qim olamiz inshaalloh. Chunki kechining kunduzgi eng yaqin vaqtda eng kecha eng qorong'u bo'ldiki, muvaffaqki biz amon bir kun mustaqil Sharq Turkiston vatanimizni olamiz inshaalloh. Rahmat. Allah razı olsun. Abdurrahman qarindishim, sizning oxirgi gapingiz bormi? Mening oxirgi gapim bizningki har qaysi soatdagi bilimlik odamlarimizningki men davomli ustozlarningki bir leksiyani anglab turaman. Bizlik eng cho'ng nima men xato deb qarayman. Chunki tarixda bunday xalqni umidlantiradigan olimlarning ko'pincha o'limga mahkum bo'lgan hokimiyatlar tarafidan har qanday davr zamonda bizning bugun kundan bu bilim odamlariga muhtojligimiz va jazolaydigan kuchimiz yo'qkin bu yerdan bu normal avval. Shuna bir xalqni yetaklagan tarixdagi g'alaba qilgan odamning ismini mayli Stalin bo'lsin, Hitler bo'lsin, Mao Zedong bo'lsin, bular bir oddiy jurnal emas. Lekin bularda umidvorlik ro'yi bor. Cho'qim g'alabani yaqinda ko'rsatadigan bir ro'yi bor. Bizda eng shu narsa favqulodda kamchilik. Anki ba'zi bilim odamlari odamni umidsizlan bir dengizga bir cho'ktiradigandak, anonda ong tashladi, ma'noda bakteriyal tijidi deb bunda xalqqa umidsizlantiradigan. Bu odamlar kimlar deb gumon qilib qolgan bu odamni bilmayman, o'zigim dedim.
Hozir misol bir davlat zo'nton olganmi, misol 5 yil bo'lmay daqib qolgan deydi. Uning 5 yilda birdan bayqasini hisob, 2 kun qismi hisob. Cho'qim bu to'liq bir va'da emas. Biz keyingi zo'nton qism bo'ldi misol. Bizning sahablardan misol xaliflardan ko'rilgan ishlar ilgarikin keyt bo'lib qo'yilgan. Mushu ro'yat va xalqqa umid bersak, sizlarning sepinglarda odam yoshlar ko'paydi. Bu umidsizlikni urg'un chechib olsa, sizda adam qochadi. Chunki bu bunda davosda yon 50 yil bizlik kesman baka bedel to'lagan shu odamda cho'qim umid yaqinlash kerak. Men boshqa gapim yo'q. Shu Allah razı olsun. Hamda qachon ustozlar bor. Yani cho'nlar ko'rsatib turgansizlar, shulga bir umidsizlikdan gibi demagan bo'lsa deb men shuni o'ylayman. Balkim anglayotganda. Allah razı olsun. Elbette وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْسَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ deb Allah Kur'an-ı Kerim'de ümitsizlenmanglar, qayg'urmanglar. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ sizlar üstün bo'lasizlar. İn kuntum mu'minin. Mu'min bo'la olsanglar deydi. Allah haqiqiy şekilde ishonsanglar sizlar üstün bo'lasizlar deydi inshaalloh. Allah'ning bizni umidga chaqirayotgan umid bilan mangadigan haqiqiy mu'minlarning qatoridan qilsin. Qarindoshlarimiz zerikmay ko'rib berdi. Ahirda men bir narsani desem, bu yerda chet elda Uyg'ur tashkilotlaridan bir qanchasi bor. Mayli Dunyo Uyg'ur qurultiyi bo'lsin, mayli Turkiyadagi ma'rif tashkilotlari bo'lsin, mayli Uyg'ur ulamolar birligi bo'lsin, mayli uningdan boshqa tashkilotlar bo'lsin. Biz bu tashkilotlarga jiq yaqin kelaylik qarindoshlar. Chunki jamoat bilan bo'ladi bu ish. Masalan, mush Uyg'ur ulamolar birligi qurilgandan buyonmi nurg'un xizmatlarni qilyotdi. Bular yaqinda shu xalqqa umid berish uchun, xalqning diniy, e'tiqodiy, milliy tarafini nim qilish uchun amaliy ustozlar tabliq qilib nim o'rinlashtiryotdi. Mushunga aktiv qatnashsak deymi? Chunki Turkiyada turib qatnashmayotgan qarindoshlarni jiqgan. Endi ba'zi qarindoshlarningki o'rin yuzasidan biroz nim bo'lsa-mu, jiroq bo'lib qolib borolmayotgan bo'lsa-mu, ammo ba'zi qarindoshlar bunga nisbatan bu fikrlarni men anglatdim. Uyg'ur Sharq Turkiston ulamolar birligining xizmatiga chiqmaslasaq, ustozlarimizni hurmatlasak, ularning tabliğlarini anglasak deyman. Undan boshqa birazdan oldin qarindishimiz degandek Dunyo Uyg'ur qurultiyi inkastim yozibdi. Shu 2-oyning 5-i namoyishni umumiylik bir tutash dunyoning har qaysi joylarida bir tutash tashkillasa, bu bek yaxshi bo'ldi debdi. Buningga qurultayga moslashsak, ma'rif tashkilotlaridagi bizning tayanch kuchimiz bo'lgan tashkilotlar, hamma davlatda bizning tashkilot bor, men uni sanab bo'lmayman. Shvetsiya, Germaniya, Norvegiya, Amerika. Bu bütün tashkilotlarning xizmatiga aktiv qatnashsak va 2-oyning 5-idagi namoyishga aktiv qatnashib bersak deyman. Allah hammamizdan razı bo'lsin. Agar boshqa alohida bir so'z bo'lmasa, men programmani oyoqlashtiraman. İnşallah kelgusi zamonda, ya'ni ko'rishimiz, programmaning oxirini davomlashtiramiz. Allohga omonat. Hammani Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.